faqat xizmat qilish. Nega qaynonang ko'tingga deb Qanaqadir rivojlangan erkak bo'ladi. Men aytyapman shuni. Natija uylangandan keyin rivojlanib ketsa, bu ayolning energiyasi bo'ladi. Bog'larga, yem bo'lmagan zog'larga, soyalari bor emish, bir g'aribga zor emish. Yur ketaylik tog'larga, qalbi butun sog'larga. O'tiribdi dangasalar. Assalomu alaykum hammaga. Biz intervyuni boya boshlab oldik. Bu o'chi boshi tugatdik o'zi, lekin kirish qismi nimaga biz bu yerdamiz, nimaga biz Nargiz opamdan intervyu olgani keldik. Siz tushunmaysiz baribir videoni boshlab. Huk bu. Mana ikkita qiz bilan bu ikkita qiz bilan intervyu olishga keldim. Oldin o'zim olardim intervyularni. Endi bizlarning intervyularimizni anaqasi mavzusi nomi o'zgardi. Yo'nalishi, nishasi o'sinlar degan. Biz hozir o'sinlar bilan men bu haqiqiy o'sinim va o'gay o'sinim yoki bitta o'sinim, bitta родной o'sinim bilan keldik. Nargiz opam uylariga. Nargiz opam bilan 3 yildan beri intervyu qilamiz. Buguniga. Bu yil 3-yili zo'r mavzular bo'yicha gaplashib berdilar. Men ikkala shokka tushib, hozir o'tiribdi. Yaxshiyamki ekanmiz, ko'p narsalarni bilib oldik. Asl haqiqatlarni bilib oldik deb. Birinchi men Nargiz opamni qatdan taniganman aytib bering, Barno. Va agar aytsam o'sha paytda mana u haydab yuborardinglar. Bir kun kanalda offline master class e'lon qilindi. Narxi 125 ming so'm edi, aniq esimda. Karta jelaniya. Menda 125 ming so'm yo'q edi. Uni bir hafta yig'ganman. Nimadandir pul erimni aldab olganman, 125 ming yig'ganman. Keyin offline master classga borganman. Offline master classni Nargiz opam o'tib berganlar. O'sha paytda ishga ketdim deb aytgandim, sizlarga aytmaganman. Erim telefon qiladi, kimdirlar telefon qiladi. Ishdaman deb, lekin o'shanda men master classga bordim. Birinchi marta duxim yetib, o'shandan beri Nargiz opam bilan tanishmiz, qizlar bilan ishlaganmiz. Shu paytgacha 5 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yilgacha ular bilan tanishmiz. Asosan rivojlangan ayol bo'lganlar uchun, psixolog bo'lganlar uchun, ko'p narsani bilganlari va natijalari ko'p bo'lgani uchun doim men ular bilan intervyu olishga kelaman. Turinglar endi. Mana bugungi intervyudan nima xulosalar chiqardingiz? 2 minut. 1 minut. Menga 1 minut berdingizmi? Hali 2 minut. Hozir Dilrabo aytadi. Nimalar angladingiz? Intervyuni oxirigacha ko'rishsa nima bo'ladi? Sovg'asi ham bor intervyuning oxirida. Nargiz opamdan. Birinchi o'rinda rahmat deyman Durdonaga, chunki bu intervyuga kelishni rosa ko'p orzu qilganman, qizlar. Bitta narsani tushundimki, to'xtamasdan ishlash kerak ekan. Nima qilishdan qat'iy nazar, natijaga chiqsangiz ham baribir to'xtamasdan ishlash kerak ekan. Chunki rosa katta rivoj berar ekan ayol kishini rivoji. O'tirib ishlayver, hamma ishni yig'ishtirib men ushlab yuborgim keldi. Bo'ldi, rahmat. Mana o'sinim birinchi marta keldilar intervyuga va bitta savol berdilar oxirida. Ishda beribdi. Siz nimalarni bildingiz? O'z bilarmidingiz xolasini? Nima qiziq bo'ldi bugun? Nimalarni bilib oldingiz? Mikrofonda ayting, qo'lingizda turmasin, bu mamta turadi. Kimda gapi? Ha. Sizga foydali bo'ldimi? Bu intervyuni oxirigacha ko'rishsa, ularga ham foydasi tegadimi? Ko'ringlar yoki ko'rmaylar deyishingiz? Ko'ringlar. Ayollar yosh bo'lsa ham, yosh katta bo'lsa ham o'zini ustida ishlashni to'xtatmaslik kerak ekan. Men ishlab bo'ldim deb o'ylaganingizda qarasangiz, hech to'la qilmagan ekansiz. Intervyuni oxirida Nargiz opamdan savol bor. Kurs beraman dedilar. Intervyuni oxirigacha ko'rsanglar, nima uchun berishlarini bilib olasizlar. Ko'ringlar, 1 soat oldingizlarni shu intervyuni. Kesmaymiz, hech qat kesilmaydi, Dilrabo. Hozir montaj qilamiz. Ertaga ko'rasizlar. Baland eshittir. Bo'ldi, davom etib turamiz. Orada mikrofonimiz yozmay qolibdi. Voy, aytayotdingiz qizlarni koroleva deb tarbiyalashimiz kerak oilada. Mana bunaqa. Men buni bilishim kerak. Hozirgi qizlar qanaqa tarbiyalash kerak? Oldin shunaqa zamon edi. Qizlar uzatilgandan keyin albatta o'sha borgan joyini tozalash kerak, uborka qilish kerak, xizmat qilish kerak. Faqat xizmat qilish kerak. Bola tug'ish kerak. Qozon o'char, tug'ib shunaqa yashash kerak. Ularda kontrol qaynana qaynatdidan. Shunaqa bizda ongimizga singdirilgan zamonlar. Lekin hozir qarab ko'rsa, hozir bundoq qarasanglar,
kelinlar отдельно yashayapti ko'pchilik, chunki ular ham o'sgisi kelyapti, rivojlangisi kelyapti, sportga borgisi kelyapti, ertalab turib xohlagancha zavtraq qilgisi kelyapti, erini xohlagancha kutib olgisi kelyapti, misol uchun, to'g'rimi? Yoki ikkalasi bir-biri bilan romantika qilgisi kelyapti, bir-biri bilan. Hozir shunaqa zamonga kelyapmiz. Qaynona qaynota bilan yashash ham yomon joy demoqchi emasman, chunki meni ham bitta o'g'lim bor. Men ham hali bilmayman qanaqa bo'ladi, kelin kelganda nima bo'ladi. Men ham hayotimda hali buni o'ylab ko'rganim yo'q. Lekin biz shunaqa qilishimiz kerakki, kelinni ham rivojlantirishimiz kerak. Chunki energiya beradigan kim? O'g'limizga. Kelin qirolichadek bo'lsa, qirol yarata oladi. Atrofida farzandlarni yarata oladi. Rivojlantirib, energiya beradi. Kelin kechgacha charchasa, idishlarga, uylarga, supurishlarga, unda oilaga kimga hali yetganda nurni bera oladi? Hech kim bera olmaydi. Shuning uchun mana hozir ko'rayotgandirsizlar, biza paytlarda mana misol uchun men ham o'zim yashaganman, qaynonam bilan yashaganman. Qaynota ertalab turib 5 ta supurilardi, suvli sepilardi. Kechqurunga ovqat tayyor bo'lish kerak edi. Kechgacha uborkalar ishlar. Hozir men почти 80% odam uyiga odam chaqiryapti, tozalatyapti. O'sha ayollar ham boshqa narsa bilan band bo'lgisi kelyapti, rivojlangisi kelyapti, o'sgisi kelyapti. Yangi qanaqadir yo'nalishlarda o'qigisi kelyapti, uyda o'tirgisi kelmayapti. Bu bilan aytmoqchimanki, ayol o'sha bizning ayollar ham o'sha o'syapti, rivojlanyapti, chet elga chiqyapti, mana sayohat qilishyapti. Shuning uchun ayollarga yo'l ochib berish kerak, rivojlanishiga, o'sishiga, ayol o'ziga energiya to'plashiga, ongi kengayishi. O'shandagina yonida qanaqadir rivojlangan erkak bo'ladi, rivojlangan farzandli bo'ladi. Ayol rivojlanmagan bo'lib qolsa, uyda o'tirgan bo'lsa, qanaqa qilib erkakni rivojlantira oladi? Erkakka boshqa ayol kerak bo'ladi, unda energiya beradigan. Men shunda ko'p videolarimda, bunaqalarimda, intervyularimda aytganman. Agar o'g'il bola uylangunga qadar rivojlangan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, nimagadir ega bo'lgan bo'lsa, uy, joy, mashina olgan bo'lsa, bu onaning energiyasi bo'ladi. Uylangandan keyin, uylanguncha hech nimasi bo'lmasdan, uylangandan keyin rivojlanib ketsa, bu ayolning energiyasi bo'ladi. Даже menga bitta ayol murojaat qilganlarda, ona aytganlarki, o'g'lim uylangandan keyin boy bo'lib ketdi. Juda ham ko'p puli bo'lib ketdi. Mashinalar oldi, uylar oldi, bizneslar ochdi. Menda rashq ko'payib ketdi. Ichimda rashq ko'payib ketdi. O'g'lim rashq qilishni boshladi. 2 farzandi bor edi. Ayoldan ajratib olganlar. Ajrashib ketishgandan keyin u erkak ichkilikka kirib ketgan. Hamma narsasini sotib, ichib, ona bilan yashayotgan bo'lgan hozirgi kunda. U ayol menga murojaat qilganlar hozir. U ayol bilan men ko'p ishlaganman. Shuning uchun buni ko'rib chiqishimiz kerak. O'g'limizga qanaqa biz energiya beryapmiz, nimalar bilan motivatsiya bildiryapmiz, nima bilan uni o'stiryapmiz, qaysi energiyada. Даже gapirmaganimizda ham yoki misol uchun so'z bilan ifoda etmaganimizda ham qaysi his tuyg'u bilan beryapmiz, qaysi o'y xayol bilan beryapmiz. O'yimizda qo'rquv bo'lib turib, o'yimizda ishonmaslik bo'lib turib, unga gapirganmizmi, natija bo'lmaydi. Shuning uchun ayol oldin o'zi bilan rivojlanib, o'zi bilan anglab olish kerak. O'zi bilan hammasini fikrini, his tuyg'ularini, har doim bilamiz, his tuyg'u, emotsiya, fikr keyin natija bo'ladi. So'z gapirishadi-da, mana misol uchun so'z yo'q. Men aytamanki, qanaqa fikrladingiz? Qanaqa his tuyg'u o'tdi shu payt sizda desa, u boshqacha edi deyishadi. Natija bo'lmaydi. Shuning uchun ayol kishi o'zi bilan oldin o'zi ishlab olish kerak. O'zi bilan o'zi kelishib olish kerak. Ichidan xohlamayapti o'shani, lekin so'zda aytyapti. Bo'lmaydi bu narsa. Ichida bo'lish kerak birinchi. Shuning uchun emotsiya, his tuyg'u bo'lish kerak, fikr bo'lish kerak, keyin javob bo'lish kerak. Shuni bularni hammasini ayol kishi ko'rib chiqish kerak. Har bir, yana aytaman, har bir buyuk, mukammal, boy biznesmen erkak tagida haqlisiz, o'zsin bo'lasiz. Ichida o'zi bilan kelish kerak dedingiz-ku. Haqiqatda tagini o'ylab ko'rsa, o'sha rivojlanishga o'zi qo'rqadi. O'zi ruxsat bera olmaydi, lekin
ustida yo'q man xohlamayman bo'lar ekanda, lekin ichkarida ruxsat bo'lmas ekan. конечно. O'sha bo'yicha ham anaqa bering. Boshqalarga hamchi. Men yaqinda shuni tushunib qoldim. Да. Yaqinda aytishdiki, sen o'zi balkim ichingda xohlamayotgandirsiz. Yo'q, men xohlamayman dedimda. Bir kun o'tirib chestni yozsam, agar rivojlanib ketsa, keyin mana anaqa nima deydi, bir chetda qolib ketar ekanman deb Да. qo'rqar ekanman-da. O'sha O'z rivojlanishingiz, bolalaringiz rivojlanishini xohlaysizda. Aha. Ko'p ayollar erini rivojlanishini xohlamaydi ich-ichida. Chunki tagida xiyonat bo'lishi mumkin. Xiyonat qilmagan bo'lsa yoki hammaga pul beradi. Avlodiga, opa-singillariga uy-joy qilib beradi, to'ylarni qilib beradi. Bu bo'lishi mumkin. Yoki ichkili har xil maishatlik ketib qoladi. Bu qo'rquvli bo'lishi mumkin. U ayol bilmaydi o'zi ichidan, ongida bo'ladi. Shunaqa paytda ayol erini ruxsat bermaydi o'zishga. Xohlaydi o'zi, aqlan xohlaydi. Lekin ongi bilan, qalbi bilan xohlamaydi. Shunaqa paytda erkak umuman rivojlanmaydi. Hamma ishlarga borib keladi, rivojlangisi keladi, o'sgisi keladi. No, aytoq natija bo'lmaydi. Shuning uchun ayol kishi u aksi-ku. Aks ayol yaratadi-ku. Hali aytdim-ku, energiya beradigan ikkalasi bir-biriga. Shuning uchun ayol aks erkak. Shuning uchun ko'rib olish kerak. Qayerda men xohlamayman shu yerda. Ayol erini rivojlantira olmasa, o'g'il rivojlanmaydi-ku. Chunki erkak-ku. U nazarda qaraydi-ku bolalariga, farzandlariga ham. Shuning uchun albatta ko'rib chiqishimiz kerak, qayerda biz erkakni rivojlantira olmaymiz, qayerda o'zimiz o'saveramiz, erkak qolib ketadi. Endi qarang, erkak qolib ketdi, rivojlanadi, lekin erkak nima qiladi baribir ham? Energetik tortib turadi ayolni. Ruxsat bermaydi, rivojlanishni xohlamaydi, aks ettiradi. Shuning uchun albatta erkakka ruxsat berishimiz kerak biz, rivojlanishiga, o'sishiga emotsionalni his-tuyg'u bilan, qalban ruxsat berishimiz kerak. Rivojlanib, mana bor-ku shunaqa biznesmen erkaklar, pullari ko'p erkaklar, butun olamga pul beradigan erkaklar, yordam beradigan, благотворительность qiladigan erkaklar bor-ku, shular ham ayollari bor. Bu erkaklarni rivojlantirgan-ku, o'stirgan. Xuddi shunaqa farzandlarni ham o'stiradi, o'g'il bo'ldi. U ongi bilan qaraganda yoki o'sha fokus внимание bilan qaraganda erkak bilan o'g'lini ham qaraydi. Men aytyapman shuni. Natija tagini ko'lamagan ekanman-da. Ko'lab ko'rsam aytganingizdek ko'p narsalar bor ekanda. Narigi tarafini ko'ra olmas ekanman. Rivojlanishga berishmaydi, yordam berishiga berishmaydi. Uni благотворительность qilishiga katta pul bilan qiladi. Даже menga bitta ayol murojaat qildilar, o'zlarini o'sha o'g'illariga ham yordam berishni xohlamas ekan erlarida. Aytyaptilar-da, uy qurib bermoqchi. Ukasiga dedilar-da, men aytdim, mayli qurib beraversin. Yo'q, bizda hali yo'q endi o'zimizga oldin qursin. Xo'p, unga qursa keyin sizga quradi. Yo'q, menga ham kerak emas unga. Unga ham bo'lmadi, o'ziga ham bo'lmadi. Shunaqa qilib rivojlantirmay qo'ydi. Men aytdim, yo'q, обязательно ishlashingiz kerak. Chunki u ayol 3 ta o'g'illari bor, hali kichkina. O'g'illaringiz ham rivojlanishi uchun bu juda ham muhim. Mana misol uchun qaranglar, prezident qancha insonlarga yordam beradi yoki misol uchun katta boy, puli ko'p insonlar qancha insonlarga даже o'zi bilmagan holda katta благотворительность qilishadi, pullar berishadi. Sizda ham klientlar ko'pdan kelib chiqib misollar aytib bera olasizmi? Qaysi ayol nimani qiluvdi, do natijadan, posle natijada eri qanaqa bo'ldi? Boshqa klientingiz bilan ishlaganingizda uni natijasi qanaqa bo'lgan? Mana hozir bir xil ko'rib o'tirganlar bilmasligi mumkin. Er rivojlansa nima bo'ladi? Hozir mana bunaqa o'tirib rivojlansa qayerga borar ekan? O'zi rivojlanarmikan, rivojlanmasmikan? Mana qarang. Erkakni rivojlantiradigan bu ayollik energiyasi. Bizi ayol energiyaga qancha to'lsa, sevgiga to'lsa, erkak aks ettiradi. Aks erkak. Energetik aks ettiradi. Shuning uchun ayol men aytmoqchi emasman, birdan boshlasin, chiqib, chet-elga borsin, kurslarda o'qisin demoqchi emasman. Oiladan boshlash kerak. Sekin-sekin ayol nimaga? Mana привычкаlarni o'zgartirishni boshlash kerak. Ertalab turdim, misol uchun, правильно питание, to'g'ri ovqatlanishdan boshlash mumkin. Yoki misol uchun ozgina sportdan qo'shish mumkin. Uyda ko'chaga chiqmasa ham yoki
farzandlari bilan qanaqadir muomala qiladi, muomalasini o'zgartirishi mumkin, eri bilan muomalasini o'zgartirishi mumkin. Buni hammasini sekin 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 rivojlantirish kerak oilada. Keyin yana qo'shish kerak, nima xohlayapti ayol. Misol uchun ko'chaga chiqib, qanaqadir mana sizni o'qishlaringiz bor, treninglaringiz bor, internetlardan o'qib, o'zi uchun qilish kerak. Nima qiziq bo'lsa, stilini o'zgartirish kerak, sekin sekin stilini o'zgartirdi. И sekin sekin yana atrof aks ettirishni boshlaydi. hozir erkakni rivojlantirish uchun o'ziga e'tibor qaratish kerak. Endi qani erkak rivojlantirib, erkakni ishga tush, pul top, dish degandan ko'rasi, ko'rib chiqsin, qanaqa fikrlar bildiryapti erkakga. Hammasini o'ylab, fikrlarni yoki misol uchun yozish kerak o'tirib. Men klientlarimni yozdiraman ko'piga. Ko'pincha aytaman, qani yozingman negativlaringizni ichki, shunaqa chiqadi, yuztalab ham chiqadi, qaynab chiqadi ular. Va o'zimdan ekan deyishadi. Erkakni qo'yib turamiz joyiga-da, o'zimizdan boshlaymiz. Даже shunaqa bo'ladiki, mana biz ovqat qilyapmiz-da, osh qilyapmiz-da, xayolimiz boshqa joyda bo'ladi. Ovqat qilmayapmiz biz. Boshqa joyda. Yoki misol uchun uyda o'tiribmiz-da, ovqatlanyapmiz oilamiz bilan-da, xayolimiz pulda bo'ladi. Yoki misol uchun ko'chada bo'ladi. Yoki tezroq ishga kiring, ishlang degan narsa. Tezroq boy bo'lib ketdik, pulim ko'payib. Yo'q, biz o'shanda boy bo'lib, pul ko'payib ketganda ham xotirjamlik bo'lmaydi ayolda. Shuning uchun hozir mana shu o'tirgan joyinglardan men har doim hammaga aytaman. Chet elga ko'chib ketsam zo'r bo'laman deb o'ylashadi. Uyingdan, oilangdan boshla, postelingdan boshla deyman. Ko'zingni ochishidan boshla. Chet elni o'ylama, mana shu yerda baxtli bo'lishni o'rgan. Hozir biz shu yerda. Keyin sekin o'sadi ongi. Keyin erkak kishi sekin ayolni raks ettirishni boshlaydi. Erkak kishi misol uchun fikrini o'zgartiradi. Erkak kishi ko'chaga chiqishni boshlaydi. Ruxsat beringlar. Erkak kishi mana nechida kelsa ham, nechida o'rnidan tursa ham unga sevgi berish. Uni erkakdek katta ruh turadi uning orqasida. Juda ham katta ruh turadi, pir turadi. Shuning uchun sekin erkak kishi rivojlanadi. Menda bitta misol bo'lgan. Hayotimda qaranglar. O'zim kulaman shani eslasam. Bitta ayol kelganlar. Bitta ayol kelganlar. 5 ta bolalari bor ekan, u ancha yil oldin kelganlar. Aytganlarki, erim ichadi, ko'chada постоянно narda o'ynab o'tiradi. Uyga ikkitagina non olib kelmaydi. Qanaqadir unaqa gapirganlar. O'zingiz ishlaysizmi? Ular akasi dollar haydalab sotar ekanlar, ya'ni ko'chada. Shunaqa dedilar. Erlarini hurmati yo'q, erlariga nisbatan. Uyga pul olib kirmaydi dedilar. Ular bilan ishladik. Qanaqadir vaqt o'zgarish ozgina bo'ldi, no 100% bo'lgani yo'q. Qanaqadir vaqt o'tgandan keyin, 2 yil o'tirgandan keyin u ayol, yana bitta ayol keldilar menga. Mashinalarda keldilar. U paytda men ofisda individual shug'ullanardim. Bitta ayol keldi. Shunaqa chiroyli, женственный, ikkita qizlari bor ekan. Erim mashinalar podarka qilgan firmani direktori dedilar. Shunaqa puli ko'p dedilar. Vaqt o'tib rasm qarasam, o'sha ayol dollarchilar erlar ekan. Bitta yoki. Men bittasi ruhlantirgan, bittasi ruhlantirmagan. Keyin men o'zimga qiziq bilan boshqa vaqtda, bu bilan boshqa vaqtda yashaganmi? Yo'q, barobarga yashashgan. Endi qanaqadir bir-birini bilishmaganda. Bu tomondan boshqacha ko'ringan erkak. Bu tomondan. Endi bular anaqali, namanganlik. Erkak ham keldi keyin qanaqadir vaqtdan keyin men bilan ishladilar ular ham. O'zimga qiziq bo'lib qoldi. Keyin o'zimga qiziq bo'lib o'sha ayol bilan so'radim. Bu yoshroq ayol ekanlar. Desam, endi shunaqa emotsiya bildiryaptilar u haqida. Aks ettiryapti-ku. Ularni birlantilar sovg'a qilganini gapiryaptilar. Mashinalar olib berganini gapiryaptilar. Ular unda emas, podrastковый qizlari bo'lgan uchun kelganlar. Ikkaligi hozir kelishmovchilik bo'lgan. Podrastковый возраст 16 yosh qizlar uchun. Erkakdan umuman anaqalari yo'q. Ikkinchi oilasi ekan. Bu bilan aytmoqchi emasman, bitta erkak
har xil nur taratyapti. Ko'rasizmi? Ayol kishi erni qanaqa tasavvur qilyapti bunisi? Fikri bilan, ongi bilan. U xuddi shunaqa namoyon bo'lyapti. Bunisi boshqa tasavvur, bitta erkak. Manda shunaqa savol borki, mana mani erim, aka ukalari, adalari bilan bitta ishda ishlashadi. Manda shunaqa ustunovka bor, qancha rivojlantirsam ham ular bilan ishlashadi-ku, erim alohida rivojlanib ketmaydi deb o'ylayman. Shuni qanaqa ishlasam bo'ladi? Mana rivojlantirish uchun bir nimalar qilish kerak-ku. Erim baribir ular bilan ishlashadi. Qanaqa qilib men unda hammasini rivojlantirishim kerak deb o'ylayman. Yo'q, siz faqat eringizni rivojlantirsangiz bo'ldi. Misol uchun yoki qaynatam ruxsat bermaydi deb o'ylayman. Yo'q, sizdan bu. Faqat sizdan. Chunki ichishdan siz ichishingiz mumkin. Erim oddiy rivojlanib ketsa nima bo'ladi? Ko'rishingiz kerak. To'siq qordam turadi. Keyin rivojlantirayotgan to'xta, baribir rivojlanadi. Ruxsat berishmaydi, erim rivojlanmaydi yoki erkak kishi yana puli ko'payib ketsa ketib qoladi boshqa ayolga yoki misol uchun erim unga ishonchsizlik. Siz ko'p motivatsiya ichishingiz kerak, ishonch. Qarang, menda shunaqa narsa bo'lyapti, hozir yaqinda ham bo'ldi. Klientlarim bilan ishlaganimda hali aytdim-ku, his tuyg'u dedim, to'g'rimi? Yana emotsiya dedim, fikr dedim, so'z, keyin natija, to'g'ri? Biz nima ko'rsak, kimda insonlarda nima ko'rayotgan bo'lsak, natijani ko'ramiz. Mana hozir menda nima ko'rayotgan bo'lsak, mani natijamni ko'ryapsizlar sizlar. Mani hayot yo'limni ko'rmayapsizlar, nimadan o'tganimni ko'rmayapsizlar, fikrimni bilmaysizlar, emotsiyamni bilmaysiz. Bu ichkarida bo'ladi. Inson o'zi yashab o'tadi. Natijani hammangiz ko'ryapsizlar. Misol uchun kimdir yutuq erishgan bo'lsa, mashina olgan bo'lsa, chet elga borib biz natijani ko'ramiz. To'g'rimi? Ichki his-tuyg'ularni biz ko'ra olmaymiz. Mana sizlarga ko'pchiliklar natijanglarni ko'rib o'tiraman hozir. Sizni natijangizni ko'ryapman, qanaqa yutuqlarga erishishingizni, Instagram, lekin siz yo'llaringizni, o'tganingizni, qanaqa his-tuyg'ular ichingizda bo'lganini, necha kun yig'laganlaringizni, nimadan o'tganlaringizni men bilmayman. Xuddi shu narsa hammada. Biz faqat natijani ko'ramiz. Men ishlayotgan klientlarimda hozir juda ham yaxshi natija bo'lyapti. His-tuyg'u, emotsiya, fikr o'zgartirayotganda affirmatsiyalar yordam beryapti. Affirmatsiya. O'ziga ham, insonga ham. Men sizga ishonaman, отдельно chiqib ketishingizga. Misol uchun u aytishi mumkin, yo'q deyish mumkin. Значит, sizda hali bor. Yana ishlaymiz. Keyin misol uchun yoki misol uchun farzandimga aytayotganimda sabab shu zo'r hozir bilim egasiga aylanmasan, вообще men seni ko'rib xursand bo'lyapman, u farzand aytishi mumkin. Qo'ysangizchi, unaqa emas deyish mumkin. Значит, menda yana hali ham bor qo'rquv, yana ishlayman. Keyin turmush o'rtog'imda ham xuddi shunaqa. Kun sayin pullaringiz ko'payib ketyapti, boyib ketyapti deganimizda u aytishi mumkin. Pul yo'q-ku. Sen o'zingdan o'zing aytyapsan deyish mumkin. Значит, yana ichimizda bor, hali his-tuyg'u, emotsiya, fikrimiz bor yana. Yana ishlashimiz kerak. Xuddi shunaqa sizda ham. Bir marta aytdik, 2 marta aytdik. Biza siz yillar davomida ko'rib qilib qo'ysiz, qaynatam bilan ishlaydi. Ukalari bilan ishlaydi. Mana shu ongingizni mukammal qilib qo'ygansiz-ku. Hech qachon ular bilan tashlab keta olmaydi. Rivojlangan odam bitta o'zi bo'lish kerak deb o'ylarkan. Ularni ishlashim kerak. Bu yo'layotgan odam ham mana mashina otganda ham qo'rquv bo'ladi, sayohatga chiqayotganda ham qo'rquv. Bu qo'rquv degani, o'sish payti keldi degani o'sha. O'sha qo'rquvni yengib o'tish kerak degani. Demak, qo'rquv bo'lsa zo'r. Qo'rquv bu sizlarni uyg'otadi, rivojlantiradi, o'stiradi bu qo'rquv. Qo'rquvda turib qolishimiz kerak emas. Bir xil qo'rquvda turadi. O'ta olmaydi, yog'iga ham o'ta olmaydi, orqaga ham keta olmaydi. Yoki nabarot, qo'rquvlarni ko'paytirib yuboradi. Shunaqa paytda qo'rquvni обязательно yengib o'tishimiz kerak. Hozir shunaqa holatda, bu vaqtinchalik o'tib ketadi. Yoki misol uchun farzandimiz kasal. Biz uni nima qilamiz? Qo'rqib, yana kengaytirib yuboramiz, kattalashtirib yuboramiz. Unga ham shu energiyani beramiz, atrofga, oilaga beramiz. Hozir kasal u. Bu vaqtinchalik. Farzand yana oyoqqa turadi, rivojlanadi. Bu o'tib ketadigan holat degan narsa kelishimiz uchun ayol kishi unga o'zida kuch topish kerak, energiya topish kerak. Ya'ni fikrini o'zgartirish. Bu vaqtinchalik, chunki kasallik bu vaqtinchalik beriladi. Qanaqadir vaqt. Odamlar yillab kasal bo'ladi-ku. Chunki o'sha turib qolishadi. O'sha qo'rquvda turishadi. Pulsizlik bilan, kambag'allik bilan,
qo'rquv yoki misol uchun nimanidir yo'qotish, mashinani uyni yo'qotish bilan qotib ketishadi. No, uy yangi uy keladi. Bu vaqtinchalik hozir. Undan ham yaxshisi keladi. Bu narsaga o'tib ketishimiz kerak. Onadan o'tadi, ona ruhlantiradi bolalarni deysiz-ku. Bolalar lekin har xil bo'ladi. Bitta ona bunaqasida ham har xil bo'ladi. Bizani masalan qaynonamiz 3 ta bolalari bor. Mana eri rosa mehribon. Demak, yo'lda ketishyapti 3 ta o'g'il. Gul bo'lsa, mana erim uzib olib, xotinimga deb olib ketadi. Mana erim gul akani o'tib ketsa, akajon ko'rmay o'tib ketadi gulni. Shunda mana bizani ham bolalarimiz bor, ikkita, 3 tadan o'g'ilimiz. Nima farqi bor? Shunda mana ruhlantiryapmiz-ku, lekin o'g'illar har xil. Hamma farzandda o'zini izyuminkasi bo'ladi. Hamma insonda. Mana misol uchun kimnidir yomon deyolmaysiz, uni yaxshi xislatlari bo'ladi. Qanaqadir ichidan bo'ladi. Bularda misol uchun kimdadir guli sovg'ida bir xil ochuv bo'ladi, sovg'alik, bir xil yopiq bo'ladi, ichida bo'ladi. Qila olmaydi shuni, ocha olmaydi o'zini. Yoki uyalish bo'ladi misol uchun. Misol uchun sizni yeringizni bermaslikda undan nisbatan sizni yeringizda boshqa izyuminka bo'lishi ham yo'qlar, podarkalar etish, uni etmas, siz yeringiz etmasa ham beradi. Endi chunki bu bilan bog'lanmagan. Gul bularga kerak emas. Bularga kerak emas gul. Shuning uchun gul beradi. Gul siz ham baxtli. Berganlarni ko'p ko'radi-ku. Ko'p ko'radi. Mana bitta o'g'lim 7 yosh, bitta o'g'lim 5 yosh, lekin ko'chada bundan kichkina o'tlardan gul o'sib chiqadi-yu, o'shani ham yulib olib keladi. Aks ettiradi. Yulib olib keladi. Ko'rgan, men olib kelib ber deb aytmaganman, lekin adasidan ko'rganimda o'sha narsani qiladi deb baribir. Har kuni mana shu Jasur har kuni gul olib keladi. Обязательно bog'chadan qaytayotganda o'tib-o'tmay gulni sug'uradi-da, oyisiga gul olib keladi. Molodets. Qarang qanaqa zo'r. Shunda bu ochiqmi? Bu gulga ochiq, bunga gul kerak emas. Sizga kerak. Endi bizga ham kerak emas. Ne, kerak emas. Qarang, To'g'ri, bu gulsiz ham baxtli. biz nimaga bog'lansak, biz nimani bog'ga yopishsak, bog'lansak o'shani yo'qotamiz. Bu tabiat qonuni. Uyga yopish deyilamiz, uyimizga yo'qotishimiz. Farzandga yopishib qoldikmi, bog'lanib qoldimi, o'sha farzandni energetik qiynaymiz. Biz faqat yaratuvchiga, qalbimiz yaratuvchiga bog'lanishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa hech nimaga bog'lanishimiz kerak emas. Bir xil pulga bog'lanib oladi-yu. Pulga Natijaga chiqmayapman. Mana shunaqa pulga chiqolmayman. Ular pulga bog'lab qo'yadi. Pulga bog'langan bo'ladi. Pul bilan basta problema bo'ladi. Yoki birinchi bola qanaqadir kasallik bilan namoyon qilinadi. Shuning uchun biz faqat yaratuvchiga bog'lanishimiz kerak. Bu planetada bizani faqat qiladigan ishimiz shu. Faqat. Qolgan narsalar bizga просто keladi, ketadi. Pul ham vechniy emas-ku. Keladi, yana ketadi, to'g'ri? Pul ham mana misol beryapsiz, men bularga beraman, bular bunga beradi. Mana shunaqa aylanadi. Agar biz pulni bersak, bu yoqdan keladi. Agar biz ushab qolsak, nima qiladi? To'xtaydi. To'g'ri, men ham doim berganimda pul keladi. Da. Oxirigacha ham berib yuboraman. Shu to'lib qoladi. Ushlab o'tirsam, Pul shunaqa narsa. Endi qarang. Gul bersang gul olasan. Gul beryaptilar, men sizga beryapman, beryapsiz. Siz ham qayerdadir nima qilgansiz? to'sganman. O'zingiz to'sasiz, gul bera olmaysiz kimgadir. Ochuv olib bera olmaysiz. Qarab ko'ring hammasini. Bu ochuv gulga. Bu вообще ochiq. Bu ochuv gulga olib terib bervaveradi ham hammani. Shuning uchun menda Lekin jim o'tiroq deb. bitta ayol aytyaptilar-da, erlar faqat pul tarqatar ekan-da. Hammaga pul tarqatar ekan. Shunaqa puli ko'p yerimmi deyapti-da. Shirin so'z, gul, unaqa narsa yo'q, deyapti, sovg'alar yo'q, deyapti-da. Faqat pul. O'zinglar olarsizlar derkan, xohlagan narsalaringlarni deyapti-da. Aytyaptiki, men endi erimdan pul emas, deyapti. Mehr, sevgi, sovg'alar, gullar olgim kelyapti. deyaptilar-da. Qarab ko'ring, siz balkim o'shalarni o'zingiz bera olmayotgandirsiz. Kech payt menga telefon qilyaptilar-da, shu gapni to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Ular ham pul tarqatar ekanlar. Qizlariga berar ekanlar o'zlarini. Ishxonadagilarga qiynalganlarga berar ekanlar. Shuni ishladik. Mana hozir erlar esa ko'p pul olib kelyapti. Pul olib kelyapti, sovg'alar olib kelyapti. Даже yaqinda birlan podarka qildilar. Sostoятельный ayollar bo'lmasam-da, o'zlariga to'q ayol klinikalari bor, ko'z klinikalari o'zlariga. Qizlari ham oftalmolog, qizlar menga kelyapti.
shuning uchun ko'rib boqish kerak. Qayerda siz o'zingiz bera olmayapsiz kunlar, kutyapsiz, to'g'rimi? Endi u bitta o'zi topish rosa qiyin, o'shaning uchun psixolog bilan ishlash kerak. O'sha yerda qayerda siz Psixologga ham psixologi bilan. mana bu aks ettiryapti sizni, to'g'rimi? To'g'ringizda o'tiribdi mana bu ham sizsiz-ku aslida, to'g'rimi? Xursand qaysidir bo'ling. chastlari Da. Endi qarang, siz bunda hozir nimani ko'ryapsiz? Zavis ko'ryapsiz. Uni yeri beryapti Buni deyapsiz. yeri Zavis ko'ryapsiz. Haytda qo'ydi, haytiylarini. qaytdi mana ham aytgancha bu safar o'zlaridan o'zlari Kasal bo'lib qolsa narsalarni qo'ydi. Mana yeri buni. birinchi marta uxlab qolishim chunki masjidga shunday yaqinda 5 minutda qaytib chiqishadi. Uxlab qoldim. Birinchi marta bunaqasi o'sha yerga kelgandan beri chaqiryapti deb voy choy qo'yilmagan deb yugurib tushdim. Chapar chupar buyoqqa qarasam shahar gul. Prosta rostdan ham kutmadim deb hayron bo'ldim. Lekin qo'ymadim, lekin bilmayman nimaga qo'ymadim. Haqiqatda yo'q. Rosa xursand bo'lib ketdim-da. Anaqa menga marhaboga shar borda, oyimga gul, menga gul, marhaboga ham gulda. Keyin anaqa oyimga dadilagi, qaynonamlarga anaqa siz anaqa-ku, sizga shar olmadim desa, "Yo'q, men sharni ham olaverardim" dotdi-da. Sharni men bilan qizimga berganlar-da. Vashi. Rosa xursand. Qayoq natija sizda ko'ryapsiz? Siz natija siz ishlagansiz nima bilan? Shu payti anaqa ishlayotgandim sevraq kurslarni. Mana o'zi natija bor sizda. Значит, kimgadir ayoliga o'sha sovg'alab beryapti, hamma narsa qilib beryapti. Lekin Nimadir ko'rsamasin, beryapti. uydan Значит, bu ochildilar. natija. Demak, ular ishlayapti. Oyimga anaqa bu yoqda Adijongilarga nimadirlar o'sha olib kelish, kichkina narsadan qo'shishni boshladilar. Nimadirlar berishni oldin, lekin o'zim chestni qaragan paytimda mana shu narsaga o'zim yopiq ekanman. Bermasliklarini xohlagan ekanman. Bir mahal tan oldim-da. Ochilibsiz. O'sha aytdim, "Yo'q, berursinlar, menga ham kelursin" degandan keyin уже opa-singlarga ham nimadir so'rayman-ku, ulardan podarka olaman desam ham mayli dedilar. Oldin yo'qdir dedilar. Yo'qdir dedilar. Mana bitta ayol aytdilar-da, anaqa erlari, onalari, qaynonalari bilan o'zlariga gul olib kelgan ekanda. Juda ham qimmat gul olib kelgan, necha ming dollarga olib kelgan ekanda. O'shanda qaynonamga ham olib kelganda, uyga kirib rosa jahlim chiqqan. Undan ko'ra pulni berib qo'ya qolmaysan menga, o'sha maza qilib ishlatardim. Ushganlarda endi gul ham yo'q, pul ham yo'q degan ekanlar-da. O'sha hech kim gul olib kelmas ekan erlarda. Hech kimga olib kelmas ekan bayram. Na pul ham berar ekan, na o'shalar bilan biz ishladik, ishlab ketdik. Endi sekin-sekin natijaga erishish uchun ayol ishlash kerak. Qaynonasiga ham bergisi kelmagan o'sha paytda-da, jadность ko'tarilib ketgan. Shuning uchun mana biz boshida bilmaymiz, aqlan bilmaymiz. Nima ichimizga tushganda, masalan, ularga jadность bordir, balkim gul berayotganda, rashq bordir erlarga nisbatan. Sizda ularga gul beryapti, menga guli yo'q deb, shularni hammasini ishlab chiqishingiz kerak. O'shanda erkak kishi ochiladi. Ishlash kerak ekan. Ishlash kerak. Yillar davomida. Mana qarang, Durdona, boshida qanaqadir kichkina narsalardan ishlaymiz. Marojniydan boshlaganman men, to'g'risini aytsam. Oldin marojniydan boshlaganman. Domda turgan bolalar. Yo'q. Va natijani ko'ryapsiz-ku. Menga turmush o'rtog'im marojniyga olib kelganlar. Birinchi marta sovg'ada. Rosa xursand bo'lib ketganman-da. Natija debdi o'sha payt. Keyin sekin o'sish bo'lgan. O'sish, rivojlanish bo'ladi. Xuddi shunaqa ayollar ham. Misol uchun erkak kishi olib kelyapti, narsa olib kelyapti, sizlarda o'zi o'sish bo'lyapti, boshlandi, oyoq qo'ydi. Kelaversin. Undan ko'zorlarni olib kelsin, onasiga olib kelsin, opa-singillariga bersin, qo'shnilarga tarqatsin. Erkak kishi shunaqa qilib rivojlanadi. Erkak kishi hali aytganimdek harakatchan, ovchi bu. Erkak kishi обязательно harakat qilish. O'shanda u energiya to'playdi, atrofdan energiya to'playdi. Atrofdan energiya to'pladimi? Значит, u sekin nima qiladi? Yonishni boshlaydi, nur taratishni boshlaydi. Qilsin erkak, благотворительностьlar qilsin, uy joylar bersin, qiynalganlarga yordam bersin, pullari ko'paysin. Hammasiga, misol uchun boshqalarga, hammaga qilsin. Borsin, chet elga jo'natsin. O'zini opa-singillarini, qarindosh urug'larni, mana bizda yaqinda bizning qo'shnimizni futbolist turadi. 3-4 ishlarida. Katta futbolist. Avlodida nechidir odamga umra sovg'a qildi. Qanchadir ayol umraga ketdi. Men rosa xursand bo'ldim. Даже niyat qildim o'g'lim ham shunaqa bo'lsin deb. Hammaga o'sha o'zini qarindosh urug'lari avlodiga qanchadir ayolni jo'natdi.
ko'rdingizmi ana qo'rqib ketadi Mana даже ko'rasiz, qo'rqib naqadar qo'rqib ketadi yo'q 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 tinchgina Ko'ramiz. yasha O'sha- qoladi shuning uchun erkak kishi qancha rivojlansa o'ssa unda hozir ko'p biznesmenlar ko'pchilikda rosa bor shu rivojlanadi mana qarang anaqa blok deydimi qo'rquv ko'paysa, mana qarang ichimdan ikkinchi уже qo'rqib qatlam ketyapmanda qizarib ketdingiz qo'rqib уже hayollarim bir balo bo'lishni boshlayapti и то No, mana shu bilan bilasizmi qancha ishlaganman mana shu joy bilan rosa ishlagan bo'lsam baribir bor ekanda hali endi qarang ishlash mumkin mana misol uchun ko'ryapman qancha psixologlar ishlayapti hozir hamma почти ayol ishlayapti to'g'rimi psixologlar bilan ko'p rivojlanyaptida mana o'qidim deyapsiz rivojlandi natija bormi bor ozginagina siz yana ishlasangiz yana qo'shiladi yana ishlasangiz yana огромный bo'ladi shuning uchun ayollar to'xtamasdan ishlashi kerak чтоб eri farzandlari qiz farzandlari ayniqsa o'g'il bolalarga o'zimizni o'g'illarimizni rivojlantirishimiz uchun обязательно ayollik energiyasida bo'lishimiz kerak o'zini qiziqishlari bilan shug'ullanib ishlash kerak Да. o'g'li o'zi qiziqishlar bilan shug'ullanib mana o'zingiz ham ishlayapsiz-ku hozir mana shu ham 3ta o'g'il eringiz bilan 4ta siz наполненный bo'lishingiz kerak har taraflama ana shu yig'ishtirib g'orga kirib ketish yo'q enaqa Ikkinchi, demoqchi emasman g'orga kirib ketish demoqchi lekin mana shu emasman ishlash esdan chiqib qoladi chiqar ekan vaqtida uxlab vaqtida o'sha mana massajga boraman deyapsiz bordim dedingiz yoki misol uchun sport qo'shishingiz arabchaga mumkin bormayman Да. bu уже sizda mana misol uchun man sizni ancha yildan beri bilsam ancha o'sish bor eringizda ham bor o'sish mana farzandlaringiz chet elga necha martadan chiqib kelyapti qaynona qaynotangizga mana o'zingizni bu qaynona qaynota degani bu o'zimizni kelajagimiz degani to'g'rimi o'zingizni kelajagingiz ularda ham 3ta o'g'il sizda ham 3ta o'g'il sizni явный aks ettiradi qaynonangizga shunaqa energiya beryapsiz bu sizni kelajagingiz ko'ryapsizmi aslida o'zingizsiz o'zingizsiz o'sha ayol intervyuni ko'rarlar balkim shuning uchun siz o'zingizni o'sha nechadir yoshli durdonaga nima beryapsiz hozir sayohat sovg'a qilyapsiz sevgida misol uchun shashliklar qilib berasiz yoki ovqatlar qanaqadir zakaz qilib berasiz sovg'alar berasiz gullar berasiz o'sha sizni kelajagingizga beryapsiz aslida o'zingizsiz kechalar olma berdi qattiqcha o'sha ham ochilar ekan nargizga to'g'ri aytyaptilar oldin man rosa jadniy bo'lganman shu joyda yo'qdirdim и ishlayotgan paytimda ham yo'q bo'lganda и man o'sha joyda mayli keyin уже naqalar degan lekin shunaqa mana shu hozir уже mani hech narsa o'rnitirmaydi mayli keyin uya bo'laversin ochilar ekan men deyman lekin oldin unaqa bo'lmagan lekin siz qanchalik o'sha eringizni onasiga qaynonangizga sevgi berganingiz sari u ham sizsizku aslida kelajagingiz sizku hozir shunaqa yaxshi ko'raman ishoning ularni ham eringiz rivojlanadi shunaqa yaxshi ko'raman и ichimda qanaqadir tanqid ham o'tmaydi bular ikkinchi anaqa onalar bo'lsa hamchi ularni shunaqa xuddi onamga aytgandek bemalol nima o'tsa nima minusimiz o'tsa ham ayta olaman plyus o'tsa ham ayta olaymanda и anaqa oddiy anaqa bilmayman oldingidan mana 10 yil bo'lgan bo'lsa ular bilan yashayotganimizga bu yaqinda bo'ldi lekin oldin unaqa bo'lmagan o'sish bor ichimdan bir anaqa o'tmaydi negativ o'tmaydi ko'rolmaslik вообще o'tmaydi yomon ko'rish ham o'tmaydi onamga даже aytaman san ana o'xshaysan ha o'xshayman yaxshi ko'raman ularni deyman birga yashaysizmi birga yashaymiz значит sizda o'zingizni o'sha kelajagingiz o'zingizni qariligingiz o'zingizni ko'rib o'shani sevishni boshlayapsizda anaqa qilaman sizlarga ham dachada aytib beruvdimku ularga xavosim keladi chunki adijonga shunaqa mehr berib gaplashib o'tirishadi и shunaqa temalar topadilar qayerdan shuncha topar keladi deymanda gaplashib o'tiradilarda termiltirib o'tiradilar shunaqa anaqa adijon katta joylarda ishlaganlarda hammani gapini qulog'iga oladigan odam bo'lmaganlarda ular shuni eshitib o'tiradilarda tashqaridan ikkalovligi o'tirishganini kuzatamanda havosim keladi o'zligini dunyoligi borda qayergadir borishganda o'zligicha nimalarnidir gaplashishadida yana adijon mana unaqa desalar ular ha shunaqa deyiladi o'shani taraf bo'lib ketadi o'zi unaqa emas lekin ha to'g'ri aytasiz deyiladi voy tavba deb eshitib kulib o'tiraman o'sha ikkalaligiga qanaqadir слияние bo'ladi bir biri bilan erishadi bir birining ichida o'sha слияние erkak kishiga ham ayolga ham juda ham muhim rosa yo'lga soladilar agar qayergadir ketsalar adijon so'lib qoladilar kesalar yana undoq anaqa qilib qoladilar rosa kuzatganman mani katta qizim ham dilafruz ham juda ham qaynonasini sevadi juda ham yaxshi ko'radi как onasidek shunaqa paytlar bo'lgan ertalab 6gacha gaplashib o'tirishar ekanda и слияние bo'ladi значит u o'zini kelajagiga qanaqadir keladigan o'sha hayotiga sevgi berayotganini his qilib qolamanda shuning uchun qaynonalarga обязательно sevgi berish muhim chunki o'zimizni o'g'il farzandlarimiz o'sha energiyada ketadi
chunki baribir ham DNKda otadan erkakdan onaniki o'tadiku baribir ham. Shuning uchun обязательно muhim bo'lgan sevgi berib, mehr berib, qanchalik mehr bergan sari biz o'sha возрастimizga aksida o'sha возрастimizga mehr berib, mana sizda ko'raman shuni juda ham zo'r ko'ramanda, kelajagingizni o'zingiz poydevorni yaratyapsizda o'sha hamma aytadi nega o'g'illaringiz ichida. otangizga o'zingiz oilangizni kelmaysizda ularga boshqa oilangiz yo'qmi deyishadi. Yo'q deyman bir xil. Onam yo'q endi adam yurolmaydilar, ozgina yursalar charchab qoladi, kimga qilaman boshqa. Adangizga ham bersangiz bo'ladi. Ularga ham beraman, boshdan nimadir qilib beraman, yaxshi ko'rgan narsalarni olib beraman, lekin qayergadir olib borish, kimgadir aylantirish bormaydilar. Ota-onani обязательно qarash kerakda, chunki ular bizning kelajagimiz. Faqat kelajagimiz. O'sha возрастga yetamiz biz. Baravar. Kim aks ettiryapti sizni? Qaynona qaynotasiku hozir aks ettiryapti. Bir xilda o'tib ketgan bo'ladi. Keyin bunaqa narsa ham kim aytdi yaqinda eshitdim, pulda o'sishda Gulshan aytdilar. Savol berdimda ularga. Men nechidir yildan beri mana shu summadan o'tolmayapman. Nimaga men o'tolmayapman? Shu summaga boraman, o'tish yo'q. Yana shu summaga boraman, o'tish yo'q. Ular aytdilar, 30 minutlar gapiribdilar-da, aytibdilar. Ota-ona bilan ham qarab ko'rish kerak. Qaysidir joyda otangiz yoki onangiz bilan hal qila olmagan bo'lsangiz, butun umr mana shu summadan o'tmaysiz. O'shani hal qilib kelish kerak dedilar. Shunda pul bilan bog'liqmi ota-onaga munosabatingiz, masalan, ayblovlaringiz, kechira olmagan joylaringiz bo'lsa, shu pulda o'sa olmaysizmi? Da, конечно. Erkaklar ham, ayollar ham. Ikkalasi ham ota-ona ham pulga javob beradi. Ya'ni ona явно pulga javob beradi, erkak kishi ota bu ochilishga, rivojlanishga javob beradi. Biz rivojlanmay turib qolamiz. Shuning uchun albatta ota-onani kechirib, sevgi berib, просто принимать qilib, ular borligicha qabul qilib, принимать qilib, otani ham qanday bo'lsa shundoqlik, onani ham qanday bo'lishi, bloklarni hammasini olib tashlab, yechganimizdan keyin sekin-sekin o'sish bo'ladi. Otani biza o'zgartirishimiz yoki onani o'zgartirishimiz emas, o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. O'shandagina ota-ona sekin qo'yvoradi farzandlarni, sevgida qo'yvoradi. Qo'yvoradi deganim, u ketadi deganim emas. Ular vechniga butun umrga beriladi. Ota-ona, farzandlar, qarindosh urug' butun umrga beriladi. Onangiz o'tib ketgan bo'lsa-da farqi yo'q-da, Da, eslab, misol uchun, Qur'on tilovat qilib, eslab o'tirasiz-ku baribir mana. Lekin eslash qolamaydi. O'shani ishlashingiz kerak. O'shani ishlashingiz kerak. Eslab, ularni borligicha qabul qilish kerak. Qanday bo'lishda, mana misol uchun bir xil onalar dedonga tashlab ketgan bo'lsa ham, o'sha onani qabul qiladi-yu. Nechidir yilda o'tgandan keyin, to'g'rimi? U ham o'zi uchun, u ona uchun emas, o'zi uchun. Chunki shuni bu hayotda yashab o'tish uchun kelgan. Siz ham shunaqa. Bu hayotda yashab o'tish uchun kelgan. Nimalarni tushunib, nimani tushunmaslik uchun. Sizga bu juda ham muhim bo'lgan onangiz shunaqa bo'lishi. Baxtli ketishlari ham. Shuning uchun ota ham misol tashlab ketsa, uni ham juda ham muhim bo'lgan shu qizi shu yo'ldan o'tishini. Shuning uchun albatta otani ham qanday bo'lsa shunday qabul qilish kerak, onani ham qabul qilish kerak. Bu birinchisi. Pul kanallarni ochishi. Ikkinchisi, значит, sizda hozir misol uchun 50 million yoki 100 million kelayotgan bo'lsa, zona komfortingiz shunga mos bo'ladi. Tushuntirolmayman. Undan o'tishga nimadir olib yoki mana bu stulni yengillash uchun bor-ku, eskisi bizga to'g'ri, yangi yo'q, lekin pulda o'sishga harakat qiladi. Yoki misol uchun chet elga chiqasiz yoki nimadir sovg'a qilasiz, olasiz. Undan kattarog'iga qadam bosmadingiz-ku hali. Oldin bosib ko'rishingiz kerak. O'shandagina pulda yana zona komfort. Yoki misol uchun mana bitta erkak bilan ishladim-da, bunga ham ancha yil bo'lib qoldi. Ular bitta oilani ta'minlay olmasdilar. Shunga yarasha pul kelardi. Aytardilar-da, "Yo'q, men umuman oilamdan boshqa pul yo'q" derdilar. Keyin aytardim, "Bitta qadam bosib ko'ring, balkim siz o'sarsiz, rivojlanarsiz." Dedim, qo'rquvlisi. Biz qo'rquvlar bilan ishlagandan keyin sekin-sekin opa-singillari qo'shildi. Pul keldimi? Qarindosh-urug'lar qo'shildi. Pul keldimi? Keyin anaqalar keldi. Qiynalganlar, misol uchun pulga muhtoj bo'lganlar keldi. Ularga yordam berib. U erkin 2 yil, yarim yildami, menimcha 3 yilda rosa ko'p pul ishladilar. Pul topdilar. Keyin ular yana ayollar to'xtatdi. Yana ayollar to'xtatdi. Urushlar, qanaqadir uyda mayda gaplar bo'ldi. Men siz unga pul beryapsiz, men unga gul beryapsiz. U erkak gul berdi degani, misol uchun ayolga hurmat darajada berish mumkin. Yoki ayol sifatida, ona sifatida, singlisi sifatida berishi mumkin. Yoki mashinani to'xtatib, ayolni olib ketibdilar. O'shanda balkim
o'zini ayol sifatida misol uchun qiynalmasin ko'chadan deb olib ketgan bo'lishi mumkin. Bizni ayollar ko'pincha boshqacha fikr yuritadi. To'xtatgan erkak kishi ichkilikka berilib ketganlar, pul topolmay qolganlar, hamma o'sha topgan pullari hammasini ichib tugagan. Ayol o'zi ishlab ketgan, keyin ko'chaga chiqib, hozir erkak kishi uyda. Shuning uchun bularni ham hammasini ko'rsatib chiqish kerak. Hammasini bizni pul deyishimiz mumkin, pul kelmayapti, ishlamayapti deyishimiz mumkin. No psixologически, energetik bizga ruxsat bermayotgan bo'lishimiz mumkin. Siz ham ko'rib chiqishingiz kerak. Hammasini energetik ruxsat bermasligi mumkin. Misol uchun kimgadir nimadir rivojlanishiga, eringiz alohida chiqib rivojlanib ketib, вообще zo'r bo'lib ketishiga uchun biz ishlab muvaffaqiyat. Ayniqsa bu yil 2025-yil mana 6 oy o'tdi. 7-oyga qarab ketyapmiz. Shu buyog'iga tez ishlashimiz kerak. Bir oilani rivojlantirishimiz kerak. Planeta ham bizning uyimiz. Planeta rivojlantirishni duolar qilishimiz kerak. Mana hozir qayerlarda urush bo'lyapti. Biz aytmoqchi emasmiz, Toshkent tinch bo'ldi, men tinchman. Yo'q, hammani duo qilishimiz kerak. Ular ham bizani aks ettiradi. Ishlash deganda mustaqil ishlasa ham bo'ladimi yo psixolog bilan borib ishlash kerak? Mustaqil ishlasangizlar, mana bular o'zlari mustaqil ishlabdilar. Mustaqil qanaqadir natija, Kurs sotib olganlar. Kurs olib ishlab ko'rganlar. Hozir etaplar anaqa ham bo'libdi. Shunda mana shu o'zi bilan ishlash etaplarini ham aytib bering. Masalan, hozir nimadan boshlayman? Tayinli aniq aytmadinglar-ku, voy deyishligi mumkin. Masalan, birinchi nima qilish kerak, ikkinchi ishlash uchun nima qilish kerak? Mana qarang, ishlashda albatta to'q qarasangiz hozir hamma narsa bilan ishlagingiz kelib ketadi. Boshida boshlaganingizdan keyin mana shu bolalaringiz bilan ishlagingiz keladi. Eringiz bilan ishlagingiz keladi, pul bilan ishlagingiz keladi, sovg'alarga ochilgingiz keladi, tezroq sayohatga chiqsangizda, hamma narsa. Bitta narsa bilan ishlashni boshlashimiz kerak. Erkakmi? Erkak bilan ishlashimiz kerak. Erkak deganda bu butun planeta erkaklari, ya'ni erimizdan boshlab, farzandimizdan boshlab, otamizdan boshlab hamma erkak nazarida ishlashimiz kerak. Erkak bilan ishlayapmiz ham, erkakni olib, agar misol uchun подсознательно ishlay olmasanglar, o'tirib yozish kerak har bir qo'rquvni. Minus Qo'rquvlarni yozish kerak. Qo'rquvlarni har birini yozib chiqishimiz kerak. Qayerda bizda qo'rquv bor. Keyin o'sha qo'rquvlarni bilan ishlab chiqish kerak. Qo'rqib ketmaguncha. Qo'rquv ketmaguncha ishlashimiz kerak. Qarang, mana misol uchun erkakni oldikda erkakga aytishimiz mumkin, pul topmaydi, sovg'a bermaydi, gul bermaydi, chet elga olib bormaydi yoki nimadirlar deyishimiz mumkin. Aybni erkakga qo'yishimiz mumkin. ro'yxat chiqadi. Da. O'sha ro'yxatni yozamizda, man deb o'qiymiz keyin. Shunchasi malikimi desam. Tushundingiz? Endi bunaqa deyishadi. Men yaqinda bitta klient bilan ishladim, onlayn ishladim. Ular qaysidir Qo'qondami shunaqa yasharkanlar. Yozdilar erlarni, hammasini yozdilar-da. Man deb o'qiyotganlarida ko'zlaridan yoshlar chiqib ketyapti-da. Man deb o'qish kerak. Men chet elga olib bormayman, sovg'a bermayman, men pul bermayman, men ziqnaman, men xasisman, men qizg'anchiqman deb yozib chiqish kerak hammasini. O'shanda nima bo'ladi? O'zingiz bilan ishlash. Da, o'zingiz bilan ishlashingiz kerak. Yoki misol uchun qaynonam yomon deyapti. Yozinglar hammasini o'tirib deyman. Keyin sekin chiqishni boshlaydi. Bo'ldi, qaraysizmiz, ishladik. Misol uchun bir hafta ishladik-da, atrofga qarayapmiz. Yana bo'lyapti. Yana o'tirib nima qilishimiz kerak? Yozishimiz kerak. Ayblashimiz kerak, sen bunaqasan, sen undoq. Yo'q, yana o'tirishimiz kerak, yana yozishimiz kerak, yana ishlashimiz kerak. Mana yozildi-da, endi uni qolayotgan edi. Qarang, biz ko'pincha nima variantlar xohlamayotganimizni bilamiz. Nima xohlayapsiz o'zingiz desak bilmaymiz. Mana misol uchun bitta maqsadda bilsangiz, to'g'ri borasiz o'sha maqsadga. Mashina olmoqchi bo'ldingiz, mashinaga bozorga bordingiz yoki internetdan qaradingiz, nimadir qidirdingiz, mashina topdingiz. Agar siz mashinani olishni bilmasangiz, pulingiz bor, nima olishingizni bilmay turaversangiz, aylanverasiz, vaqtingiz ketadi, pulingiz ketadi, yurasiz, turasiz. Oxirida nima qilasiz? Charchab ketasiz. Oxiri bor kerak emas deysiz. Shuning uchun albatta bizlar bo'ldi kerak. To'xtab qolmadimi doktor? bir maqsadda bilishimiz kerak. Nima olishimiz, nima qilishimiz, albatta maqsadga erishishimiz uchun o'tirib yozishimiz kerak. Nima xohlayapmiz? Qanaqa erkakni xohlayapmiz? Qanaqa farzand xohlayapmiz? Qanaqa uy xohlayapmiz? Qanaqa mashina xohlayapmiz? Bo'ldi, yozdik hammasini. Qo'rquvlar bilan ishladik. O'tiribmiz, qarayapmiz, подсознательный. Sekin hayotda tatbiq etishimiz kerak.
qanaqa erkak ko'rmoqchimiz misol uchun siz puli ko'p boy erkak rivojlangan ishlari yurishib ketgan erkak ishlanglar o'shalar bilan yaratish kerak unaqa erkakni bizni hayotimizni yaratuvchimiz shuning uchun hozirgi paytda hamma ishlayapti ayollar ham ishlayapti erkaklar ham o'z ustida ishlayapti hamma rivojlangisi kelyapti oldin misol uchun ko'chada chiqsak biz yoshligimizda ayollar ko'chada o'tirardi gaplashib ochgan o'tiradi erkaklar misol uchun Instagramda bekorchilar hamma hozir nimalarni qilgisi kelyapti rivojlangisi kelyapti qari kampirlar ham misol uchun qari chollar ham rivojlangisi kelyapti nimadirlar qilgisi kelyapti yigitlar qizlar bir xil topib olmayapti nima qilgisi kelayotganini shuning uchun bu yil faqat rivojlanish yili natijaga keldikmi ko'ryapmizmi молодец omadini bersin значит bu hammasini to'g'irlagan qo'rquvlardan o'tgan shuning uchun hozirgi paytda oldin misol uchun aytish mumkin edi ering boqadi sani bo'ldi pul beradi senga boyga erga tegmagan bo'ldi tegasan bo'ldi zo'r bo'lib ketadi hozirda eringga bersin hozirga tegishi mumkin zo'r bo'lib ketgan erkakni ham sekin sekin yo'lga tushirishi mumkin shuning uchun man aytmoqchi emasman ayollar borib qanaqadir joyda ishlanglar pul topinglar demoqchi emasman o'z ustida ishlanglar shu nutqinglardan boshlab so'zinglardan boshlab ayollik energiyasidan boshlab женственностьdan boshlab har birini ko'rib chiqishimiz kerak bola tarbiyasi nimaga man nimani o'qishim kerak o'rganishim kerak yoki misol uchun turmush o'rtog'iga qanaqa muomala qilishim kerak nimani berishim kerak hozir nimani berolmayapmanki man ololmayapman haligi gul mavzusida nimanidir ololmayapsizki chunki siz berolmayapsiz birinchi intervyularda aytgandilar nargiz opa shunaqa rivojlangan ayollar borki ko'chada yotgan bo'mishni topadida yurmasdan rivojlantiraman deb rivojlantirib tashlaydi ayollar shunaqa kuchli dedizda да marka malayani qarang rafael bo'mish bo'lgan mana hozir rafael judayam katta kitoblar yaratyapti mana uni ham ko'pchilik eshitadi ayol kishiga bog'liq rivojlandi farzandlari mana ko'payyapti ularni ham hozir amerikada yashashyapti mana bo'mish bo'lgan kecha bular bilan sekret kinosini ko'rib chiqdikda bular aytyaptilar nega menga shuni ko'rsatmagansan o'zing ko'rib o'rgansan u necha yillik anaqa deb ham aytyapti unda ham to'g'ri birinchi xohlagin deyapti xohla birinchisi mana yozamiz xohlaymiz ikkinchisi javob o'zi keladi deyapti ikkinchi etapida sen kutmaysan o'zi keladi uchinchi etapi bor shuncha harakat qilsang ham o'xshamaydi u uchinchi etapi uni qabul qilish bilishing kerak qabul qilish bir xil uni qabul ham qilolmaydi ochiq bo'lish kerak hali aytdimku gullar qimmat gul olib kelganda eri qabul qilolmagan menga pulini bermaysizmi shuni deganda gul ham pul ham bo'lmagan shuncha qabul qilishni ham bilishimiz kerakda qachonki biz o'shani qabul qilsak atrof aks ettiradi sevgida aks ettiradi agar bizni tanamizda yuzimizni yoki qaysidir qismimizni qanaqadir holimizni qabul qilmasak ko'chadan kelishadida yuzingiz bilan bugun xunuk yoki holingiz mana bu holingizga yarashmagan deb turishadi biz men kosmetologga borib labimizni yuzimizni qilganimiz sari o'zimizni qabul qilmagan atrof aks ettiraveradi shuning uchun biz albatta tanamizni oldin sevgida qabul qilishimiz kerak ichimizdan благодарный bo'lib minnatdor bo'lib shu tanada hozir yashashim kerak alloh значит bu mana shu tanani hozir bizni xohlayapti yashashimizni to'g'rimi sevib misol semizmizmi ozg'inmizmi keyin уже ishlov berishimiz kerak sport massaj misol uchun sauna spalar xohlaganlar shuning uchun albatta mana fransuzchalarda qarang qanaqa narsa ular bo'yanmaydi ham tabiiy qabul tabiiy ozg'in misol uchun ular hech nima qilishmaydi botoks rivojlangan qanaqadir protsedura rivojlangan ular tabiiy chunki ular полностью qabul qiladi ularda yoshligidan farzandlarni ko'p maqtab qizlarni katta qilishadi soching biram chiroyli qoshing biram chiroyli ular o'ziga ishonch bilan katta bo'ladi bitta pomada suruvchi chiroyli shuning uchun bizda ham hozir ayollar judayam o'zbekistonimizda rivojlanyapti o'syapti mana ko'pincha instagramlarda ko'raman internetlarda ko'raman ayollarni mana sizni o'zingizni kurslaringizda ko'raman uyda o'tiradigan ayollar qanchasi chiqib rivojlanyapti o'syapti bu balkim bizani yutug'imizda hisoblanyaptida hozir не только ular pul uchun yoki boylik uchun yoki brilliant uchun ular ongi uchun ishlashyapti даже pul ham kerak emas ongi uchun rivojlanyapti pul topasan desak ham qiziq emas hozir pul berib
katta katta summa berib kurslar sotib olishyapti, katta katta pul berib qayerlargadir borib chet elda o'qib kelishyapti ayollar borib, rivojlangisi kelib ketyapti. Chunki oldindagi o'sha bola bilan uyda o'tirib yankala olishyapti yoki idishlarni yuvib tozalab bunaqa narsalarni qilgisi kelmayapti. Hamma ayol rivojlangisi kelyapti hozir. Ongli ravishda, misol uchun oldin bizni kelinlik paytimizda bizda rivojlanish bu o'sma qo'yish yoki bo'yanish yoki qanaqadir kiyim sotib olish bo'lsa yoki onamiznikiga borish bu baxt edi. Shunaqa bo'lsa, hozir уже unaqa narsalar yo'q. O'zi qoniqtirmaydi ham unaqa. Sarpala qilish, sarpalarni kiyish mazza edi qanaqadir paytlarda. Hozir unaqa narsalarga qizlar hozir umuman dunyoqarashi boshqacha. Hozir dunyoqarashi umuman boshqacha hozir. Shuning uchun menimcha bu yaxshi deb o'ylayman. Eng yaxshi davlatda. 23-yili sal ko'pchiligi qiyin bo'lgan, o'zi ham bilmagan nimaga. Hayotida bir nimalar bo'lib ketgan, qiyinchiliklar, qanaqadir muammolar. 24-yilda odam o'zi nima xohlayotganini o'zi bilmay qolgan yil. Demak, siz 26-27 yil shunga moslashish dedingizmi? Qanaqa yashash kerak shunda ayol kishi? Hozir bu va keyingi yillarda. Mana hozir bu yil o'tish yili dedim-ku, odam ayollar hamma narsani borib ko'ryapti, qilib ko'ryapti, rivojlanib, o'sib ko'ryapti. Bitta yo'nalishda yurgisi kelmayapti, har xil yo'nalish tanlayapti. Chunki bitta yo'nalishda ularga qiziqmas bo'lib qolyapti. Har xil yo'nalish tanlayapti-da, ongi bilan. Oldinlari misol uchun qizlar uyda o'tirib qanaqadir ishlar, tikishlar, to'qishlar qiladigan bo'lsa, hozir unaqa narsalar qilgisi kelmayapti. Mana o'tdik, переход bo'ldi, keyingi yillarda уже ayollar уже adaptatsiya turfirmalarda ishlash mumkin, qanaqadir posolstvolarga kirishadi. Yoki misol uchun ayollar o'zini biznesini ochishadi. Ayollar o'zini qanaqadir joylarni ochib qo'yishi mumkin, uyda o'tirib ham pul keladigan joylar yoki magazinlar olishadi o'sha ayollar. Ura sekin-sekin adaptatsiya davriga o'tamiz. Sekin-sekin yoki mana retritlar o'tishyapti hozir chet ellarda, chet elga ayollar ketishib, uylar olishyapti chet ellardan. O'sgan, rivojlangan ayollar tinmasdan harakat qilishyapti. Xuddi shunaqa farzandlarni ham olib ketishyapti shu yo'lda, turmush o'rtog'ini ham olib ketishyapti. Turmush o'rtoq degani bu turmushdagi o'rtoq. To'g'rimi? Ikkalasi ikkita ruh bir-biri bilan ketyapti. Bu degani bittasi xo'jayin bo'lib buni tortib yoki buni tortishda emas. Turmush o'rtoq degani qanaqadir yo'lda ketishadi. Bir kun keyin nima qilishadi? Ajrashishadi. O'lim bilan tugashi mumkin. Yoki расставание, ajrim bo'lib ketishi mumkin. Bunga boshqa inson kelishi mumkin. Bu turmush o'rtoq degani mana bunday degani emas-ku. Ayol o'zini qiziqishlari bor, o'zini мненияsi bor, o'zini fikri bor, o'zini dunyoqarashi bor. Erkakning ham xuddi shunaqa dunyoqarashi bor, o'zini fikri, erkinligi bor. Erkak kishi обязательно o'zini do'stlari bor, choyxonalari bor. Shuning uchun просто ular yo'lda birga ketyapti. Shuning uchun ikkalasi обязательно bir-birini поддержка qilish kerak. Har doim. O'shanda mana sizni qaynona-qaynotangizga o'xshab ikkalasi bir-birini gapini eshitadi, so'zini eshitadi, bitta fikr birga keladi. Bir-biri bilan o'shanda слияние bo'ladi. Shuning uchun erkak kishini yo'lini to'sib yoki ayol kishini yo'lini to'sib, misol uchun unga qanaqadir chegaralar qo'yib, sen bormaysan, buni qila olmaysan yoki sen uddala olmaysan degan narsalar yoki erkak kishiga misol ishonchsizlik bildiradigan bo'lsa, erkak kishi uzoq rivojlana olmaydi. Qotib qolaveradi. Yoki erkak kishi ota-onasini qaramog'ida qoladi. Ota-onasi boqadi uni yoki kimlargadir borib o'shani ishchisi bo'lib ishlaydi, qo'rquvdan keta olmaydi. Oldinga keta olmaydi rivojlanib. Shuning uchun обязательно erkak kishiga motivatsiya berib turishimiz kerak. Ko'p motivatsiya berishimiz kerak va ishonchda berishimiz kerak. Rivojlanishiga ishonchda bildirishimiz kerak. Bitta ayolni bilaman. Men o'zim qarindoshim. Ikkita o'g'illari ham juda ham zo'r rivojlanib ketgan. Katta ishda ishlashadi ikkita o'g'illari. Mendoq kuzatib tursam, ayol ularni tergamaydilar. Qayerga boryapsan, qayerdan kelyapsan, nega kech kelyapsan. Ayol ularni faqat поддержка qiladi, ishonadilar. To'g'ri, endi ular ham qanaqadir endi oilaviy hammasi qanaqadir yo'ldan bir xil o'tisha olmaydi. Shunaqa paytda men senga ishonaman. O'tib ketishingga, yana rivojlanishingga, pullarni yo'qotishadi, katta-katta pullarni endi davlat sohasida ishlagan biznesmenlar deb o'sha ayol kishi ikkita o'g'lini hozir millioner darajasiga yetkazgan. Ayol o'g'illari hammaga yordam beradi. Shuning uchun u ayol o'zi
как ona sifatida ham ayol turmush o'rtoqlari bor ayol sifatida qalban ayollik energiyasini oladi. Qalban ayollik energiyasida nur yuboradilar. O'shani his qilib qolganman. Kelinlar xuddi shunaqa, xotinlar ham energiya berishadi. Bu degani уже ayol o'g'illariga 100% ishonishadi. Biz farzandlarga qachon ishonmasak, ishonch yo'lida qo'rquv bo'lsa, xavotir bo'lsa, farzandlarni yo'lini to'ssak, misol uchun qila olmaysan, uddala olmaysan deganimizda biz unga ishonchsizlik bildiramiz. Uni yo'li bor-ku o'zini farzand yaratuvchi bergan yo'l. O'shani to'xtatamiz. Men ishonaman deb o'ylar ekanman-da, ishonmas ekanman. Mana shuni man yaqinda kecha o'g'lim nimadir dedi. Men o'zim bilmagan holda bilmayman, shunaqa gapiryapman-da, qarang. Mana bu menga iPhone sovg'a qilasiz. Sen nimaga qilyapsanmiz deyapman-da. Men bilmayman, shu nimaga sen yig'ib berish kerak ekan? Sen o'zing qilayotgan ekanman, lekin meni yoshligimmi, mana qanaqa desam bo'ladi. O'zim bilmagan holda meni programmam unga gapiryapman. Lekin unaqa xohlamayapman, lekin men gapiryapman shu. O'zim uni mana uryapman yerga. Yo'q, bunaqa qilma. Unaqa даже orzu qilmadim. Lekin men shuni necha yildir nimaga menga orzu qilishga ham berishmadi uyimdagilar deb yashaganman-da. Ammo o'zim ham bilmay shuni beryapman. Lekin miyamga taqqa urib qoldi. Nima qilibdi orzu qilish? Nima farqi bor deyapman-da o'zimga o'zim. Lekin shuni gapirayotganini sezib qoldim-da. Yuborli shunaqa xafa bo'lib alamda yig'lab yuryapti-da. Shuni o'sha momentda uni o'rniga men bo'lib qoldim-da. Voy, men hozir buni yo'lini kesayotgan ekanman. Bilib turibman-da, keyin Ayblamasdan o'zingizda o'sha paytda. O'shanda tushunib qoldim-da, yo'q, baribir ayol kishi rivoji to'g'ri ekan. Chunki agar men o'zim rivojlanmasam, ularni ham to'sib ekanman-da, ularni ham majaqlab yerga olib urishga. Chunki menga berishmayapti, masalan ham jim o'tirlar endi ekanman-da. Lutchi qo'yib yuborib o'zimni anaqalarim ketsam, bular esimda ham bo'lmas ekan. Xayolimga ham kelmas ekan. Qo'rqmas ekanman. O'sha o'g'lingiz iPhone so'rayapti, значит, iPhone'ga mos pul kelyapsiz. O'shada qarang, o'sha miyamga nima farqi bor, erimdan kirdim. Lekin yo'q, mana yaqinda mana 4 kun oldin anaqa bo'ldi-da. Qizim Dilxumori qizi bizaniki deydi, navaram 5 yosh Maryam. Mendan narsa so'radi. Olib bering debdi. Olib bering deb so'radi. Lekin ha, xo'p, olib beraman dedim-da. Keyin pul kelsa olib beraman dedim-da. Sam keyin pul kelyapti dedi o'zidan. Keyin mana shu anaqada kravatda o'tirib turmush o'rtog'im kelib qoldi. Pul bir pochka pul berdilar. Av qarab turdi. Ana, do'dan pul berdilar, yuring endi dedim-da. Значит, bola so'rayapti nimanidir. Значит, biz bolani hech qachon qanotini kesmasdan-da, hozir sen duo qilgin, pul keladi, обязательно pul kelsa bilan beraman. Jonim bolam, yig'aman mana senga iPhone'ga обязательно keladi. degan motivatsiya bersa, bola shunaqa energetik pul chaqirib beraveradi sizlarga. U ham ruh-ku, otiga ichida yaratuvchi yashaydi uni, Alloh bilan ulangan energiyasi. Biz nima deymiz? Yo'q, kerak emas. Pul undan ko'ra boshqa narsa olaman deymiz-da. O'shanda bola umuman xohlamaydi ota-onasida pul kelishini. Chunki baribir olib bermaydi. O'shancha puliga bo'lib qolasiz. O'sha lekinchi oldin menga 100% ishonardi. Mendan nima so'rasa, men olib berishimga-da. Lekin hozirgi momentda, men ham hozirgi balkim hozirgi anaqamga ishonib qolgandirman-da. Lekin aytganingizdek, uni anaqa qildim-da, nima do'stim, duo qilsa qattan bo'lsa ham kelardi unga deb ichimda o'yladim-da. Ichimda gaplashdim, keyin yana u bilan nimalardir gaplashdik. Lekin shu gapimni moment bildim, что o'zimga o'zim shuni anaqa qildim. O'zimdagi bor narsani unga berayotganimni-da sezib qoldim. Oldin sezmasdan ham berib tashlayverardim-da. Da, shuncha обязательно biza qurib, u ham sizku. Unga olib bersangiz. Shunday ko'zi yoshlangandan keyin moment o'shani o'rniga men o'tib qoldim-da. O'zim meni orzu qilishga ham berishmadi degan anaqam o'sha chувствоga o'tib qoldi-da. O'zi g'alati ishlagan sari hatto anaqa bo'lib qolar ekan. Kartajovaniylar qilgan bo'lamiz. Mo'yilga qildirardingiz, kartajovaniya. Shunaqa qildirsam bo'lar ekan, haqiqatda. Hozir qilmayapti. Yo'q, o'zi qanaqadir katta bola bo'lib qoldim o'zi. Uni yoshligida ko'p qilardi. Hozir endi anaqa momentlar bo'lgan, men ham kartajovaniya qilayotganda o'zim orzularimni qildirtirganman unga-da. Keyin o'zing nima xohlaysan degandan keyin qilishni boshlaganda. Hozir u katta yigit bo'lib qoldi. Hozir 2 yildan bir qilmayapti, oldinlari qilardi. Shunday xohlasa o'zi amalga oshiradi. Endi hozir 3 oyda harakat qilsa, skuterga pul yig'ish kerak ekanda. Aytibdi, o'zimga 2 xil shim, 2 xil kiyim, urasa kiyinish yaxshi. Shunaqa sevadi kiyinishni. Shunaqaligi mechitasi shu. Sizda ichingizda shu narsa bor-da. Kiyimga hali to'ymagansiz. Bu o'sinimiz ko'p gapiradi. Bu o'sinimiz kamroq. Sizda savol bormi? Sizdan savol bering.
shuncha o'tirdingiz, qanaqa savollar chiqdi Nargiz opamga? Полноценный ekansiz bizni. Bu o'singiz ancha rivojlanganda, biz xohlayotgan hayotda уже yashaydi. Да, bular вообще o'sib ketganlar-ku. Hozir rivojlanib, ancha o'zlari Savolingiz ishlardi, yo'q? qizlari qanaqa rivojlanib ketdi. Beravering, savol javob beraman. Qaysi to'smang ularni. Mayli, unaqa qo'rsin, orzu qo'rsin. Manda katta qizim oldin kichkinaligida ish buyurardim. Endi 3 ta qizim bor, bitta o'g'lim bor. Shu sizni qizingizdek paytlarda uni orzularini ko'rib man sizniki qo'rqib ketardimda. Bunaqalarda uyda служанкалар bo'ladi, ikkita povur bo'ladi, bog'bon bo'ladi. Men har oy chet elga chiqaman. Men ish qilmayman derdi. Qaynonangdan gap eshitib, bunaqa qilasan, men bunaqa qil desam, men katta qasrda отдельно yashayman. Hozir niyatiga yetgan. Qiz bola nima niyat qilsa niyatiga yetar ekan. Shuning uchun rivojlanishiga, o'sishiga qiz bolani обязательно orzular kerak ekan. Mayli rivojlantirursin, uni orzusini ko'rib qo'rqib pishimiz kerak emas, baribir niyatingga yet qizim deyishimiz kerak. U shunaqa niyatga yetsinki, qiz bola ichidan o'sha buyuk, eng zo'r hayotga loyiq bo'lib yetishsin. Shuning uchun обязательно qizlarni yetkin bolam deb duolar qilib rivojlantirishimiz kerak. Uni to'sishimiz, biz qo'rquv bo'ldimi, biz to'samiz. Shuning uchun hozirgilarni umuman orzusi boshqacha. Sizga Nargiz opa, men muhim va oxirgi savollarimizdan hozir hamma intervyuni ko'rib, o'zi rivojlangan odam oldiga kelib intervyu olishyapti deb o'ylashadi-da. O'zingiz noldan boshlab nimalarni o'zgartirgansiz? Masalan, turmush o'rtog'ingizda, qizlaringizda, o'zingizda, sizda ham nol holat bo'lganmi? Shulardan boshlab aytib bering. Masalan, bular gapiraveradi, bular уже bor-ku, o'zi puli bor odamlar-ku, rivojlangan odamlar. Bizani shular tushunmaydi. Bizlardagi yashab ko'rmagan deb aytishi mumkin. Mijozlaringizdan emas, o'zingizdan ham anaqa qilib bering, oddiy misollar. Buldagi intervyularda aytuvdingiz, endi uni ko'rmaganlar uchun. O'zimni rivojlantirish uchun qulupni olib kelib bitta o'zim yeb ko'rganman deganingiz. Qaysi biridan boshlayman? Shulardan boshlang. Keyin sabringiz yetmay qoladi. O'shalar bilan to'ldirib aytib bering. O'sha hamma narsa jonimga tegdi deysiz. Kichkina mayli boshqatdan boshlab qolaylik deb bo'ladi-ku. Men ham boshimdan ko'p narsalar o'tgan. Hayotda har xil holatdan yashab o'tganman. Hamma hayotda. Men hozir agar gapirib bersam, bu intervyuga yetmaydi. 10 intervyu kerak bo'ladi. Shunaqa sharoit bo'lgan men. Koshelogimda pul qolmagan. Lekin o'zim doktor bo'lib ishlaganman, vrach edim. Birinchi gurbangizga anaqasida ishlardim, reanimatsiyada ishlardim. Peshkom ketganman Yunusobodda. Chunki bir kun oldin qizim maktabga pul so'raganda, qizim o'sha maktabiga pul bermasa hamma sinfdagilardan oldida uyat bo'lib qolmasin deganman deb pulni oxirgi pulimni berganman. U payt maktablarga pul yig'ilardi. Qanaqa fondlarga. Bu ancha yil oldin endi. Kechqurun ertalab 6da chiqib ketib, 5 minutka bilasiz, vrachlarda 5 minutka degan narsa bor-da, 8ga yetib borishim kerak. 2 soatda borganman shunaqa tezlik bilan. O'sha kuni pul kelgan. Xursand bo'lib ketganman. 2 xonali domda yashardim. 3 ta qizim. Qizlarimga agar tashlab ketsam, misol uchun qizlarimni o'zimga qarasam, ishimdan qolib ketardim. O'sha katta qizim 7 yosh, 8 yoshli qizga kichkina chaqaloqlarni tashlab ketgan kunlarim bo'lgan. Ustilaridan qutlab ketib, o'zligi yashagan paytlari bo'lgan. Dejurstda turardim. Dejurstdan chiqib, Fozilbekova litseyi bor, o'sha yerda dars berardim. Yana dejurstga borardim. Shunaqa qilib pul bilan ishlaganman. Qizlarimni ko'p, yo'q, psixolog emas edim, vrach edim. O'sha paytda ham qizlarga motivatsiya berardim. Shunaqa paytlarimiz bo'lgan. Bizani xon taxtamiz ham, stolimiz ham bo'lmagan. Yerda ovqatlanardik, dasturxon solib. Keyin 3 ta qizim motivatsiya berganman, rivojlantirganman. Ichimdan yordam so'ramay, chunki o'zingga ishon degan narsa ko'p bo'lardi.
Norbekov degan psixologga anaqasiga borib qolganman, trenerga ishxonasidan. Shundan keyin 100 ta maqsad yozganman o'zimga. Maqsad yozyapman-da, ichimdan yig'i kelyapti. Shu maqsadlar amalga osharmikin degan narsalarda. Maqsadlarim bilan kulgilida. Xolodilnigim to'lashini xohlayman. Qulupnay qishda bir paytlar qulupnay bo'lmasdi-ku. Qulupnaylar bo'lishini xohlayman yoki qizim o'tiriniyga olib qo'ynay, sovg'a qilishni xohlayman. Shunaqa gaplar edi-da. Yoki qizim katta qizim hamma sinfdoshlar oldida 5 ga o'qishini xohlayman. Shunaqa 100 ta yozganman. Hozir misol uchun eslasam kulgili hisoblanadi-da. Qorin to'yg'izish, qanaqadir kafe, restoranlar biz uchun qanaqadir eng zo'r hayot edi. Shunaqalarni yozganman. O'g'lim yo'q edi. Rosa o'g'il tug'ish xohlaganman. 3 ta qizdan keyin vrachlarga borganman. Lecheniya qilingan, lekin o'g'il tug'maysan deyishgan. Chunki 3 ta qizdan keyin уже qanaqadir period menda narasheniyalar bo'lib ketgan. O'g'il Norbekovga borib, o'g'il farzand ko'rganimdan keyin psixologiyaga 2009-yilda kirganman. 2009-yilda psixolog bo'lishni boshlaganman. Keyin vrachlikdan ketib, Milliy universiteti psixologiya fakultetida o'qiganman. 2-yil qo'shimcha. Shundan keyin psixologiya sohasini sevib qolganman. Men insonlarga o'rgatish yoki insonlarga nimalarni dokazat qilish uchun emas, yoki misol uchun insonlar o'zgarishi uchun yoki insonlarga yordam berish uchun emas. Men настолько qiynalib ketganman o'zim hayotda. Shu pulsizlikdan, qanaqadir qiyinchiliklardan o'zim ustimda ishlashni xohlaganman. O'zim ustida rivojlanishni xohlaganman. O'zimda natija bo'lishni xohlaganman. Sekin-sekin psixologiya sohasiga kirib kelganman. Hozirgi paytda o'sha o'tgan, o'zimda bo'lgan tajribalar, o'zimda bo'lgan hayot yo'lini bo'lishaman insonlar bilan. O'sha chunki aytishadi-yu, tabib emas, boshdan o'tgan tabib deb. Qanaqadir yo'ldan o'tsangizgina, qanaqadir u yo'lni his qilib, natija bo'lgandan keyin o'rgatishingiz kerak. Hozir hamma aqlli bundoq qarasa. Chunki hozir hamma olim. Hozir hech kimga o'rgata olmaydi. Chunki o'rgatma o'zim bilaman deydi hamma. Shuning uchun hozir agar maslahat so'rasa, o'qishni intilish xohlasa, pожалуйста, men yo'q demayman, hammasi bilan ishlayman. Hozirgi paytda ham ishlab kelyapman klientlarim bilan. Просто men aytmoqchimanki, agar siz ishladingizmi, natijaga erishdingizmi, rivojlandingizmi, o'sha yo'ldan o'tdingizmi, mana maslahat bering. Mana boshqa insonlarga ham yordam bering. Ochilish bo'ldimi o'zingizda? O'zingizda qanaqadir yo'ldan ozgina bo'lsa qoniqdingizmi? So'rasagina siz yordam bering o'shanga. Agar so'ramasa, unga kerak bo'lmasa, u insonga misol uchun u inson hali u yo'lni yashab o'tishi kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun men hozirgi paytda shu yo'ldaman. O'zim ustida ishlayman, rivojlanaman. Insonlar kerak bo'lsa, insonlarga yordam kerak bo'lsa, men o'zimni ayamayman. Men yordam beraman hammasiga, maslahat beraman, o'rgataman. Kurslar o'tkazib individual shug'ullanaman, faqat yordam beraman. Qanaqadir yo'llardan o'tishiga, kimgadir kechirishga, kimgadir qabul qilishga, kimgadir nimadirlar tushuntirib beraman. Kimgadir kerak bo'lmasa, misol uchun o'sha yo'ldan ular hali o'tib, anglab, his qilib, o'sha qisqa qilganda botinkani yirtib, keyin ular anglaydigan payt. Hozir shunaqa payt. Chunki hali aytganimdek, hamma hozir o'zini aqlli. Hamma hozir rivojlanib ketyapti o'zini fikrini. Mana misol uchun kimdandir maslahat so'rayapsizmi, u o'zini hayotidan olib maslahat beradi. O'zidan kelib chiqib. Shuning uchun ajrashib ketayotgan bo'lsa, o'zi ajrashgan bo'lsa, o'zini hayoti bilan aytadi. Yoki misol uchun kimgadir pul bo'lsa, pulni o'zini hayotida maslahat beradi. Shuning uchun hamma ruhi yo'li har xil, hamma inson yo'li har xil. Anglab, his qilib, tushunib, bu yo'ldan o'tganlardan maslahat so'rab o'tsa, o'sha inson kattalardan misol uchun duolar olib, bizda duo olish shart. Hozirgi paytda duo bu energiya. O'shandagina inson rivojlanadi, o'sadi. Qolgan yosh avlod farzandlari kelajakda
xuddi o'ziga qarab yana yo'lda davom etadi. O'ziga qarab qilishni boshlaydi o'sha narsalar. Sizda Nargiza webinar yoki marafon onlayn turgan bir nimangiz bormi? Vebinarlarim oxirgi paytda man webinar yoki qanaqadir marafonlar o'tmayapman. Faqat endi bittalarni oldin o'tganlarim bor. Qanaqa qilsak bo'ladi? Ruxsat berasizmi? Masalan, kommentda qanaqadir sizga savol, sizga yoqqan savol qoldirganlarni bittasini, uchtasini aniqlab shuni sovg'aga bera olamizmi? Beraman. Demak, kommentda aktiv bo'linglar. Nargiza opamga yoqqan, eng yoqqan 3 ta savolga o'zlarini o'tgan webinar marafonlari ko'p o'tgansiz. Da pul temalardan o'tganman. Pul bo'yicha, maqala bo'yicha, yangi era kirib kelayotgan paytda o'tgandingiz. O'sha paytlarda o'tganman, anaqalarni o'tganman, keyin ko'p karta желаниялар o'tganman. Ayol erkak munosabatlari, turmushga chiqmagan qizlarni nechtasi turmushga chiqqan seminarimdan keyin ular bilan o'tganman. Ko'p o'tganman lekin. Men bera olamiz 3 ta. Aktiv bo'lib turinglar, uchalanglarga Nargiza opam o'zlari tanlab beradilar. Biz sizlarga beramiz. Intervyuimiz yoqdimi sizlarga? Menga o'zimga rosa qiziq bo'ldi. Menga ham qiziq bo'ldi. Natijalarimni ko'rmayotgandim. Keyin xursand bo'lib ketdim. Yana mehnat qilishga tayyorman dedi. Har yili har xil anaqa bo'ladi. Yilga mos gapirib berdim-da bu yilga. Eng ko'p gapirgan o'smirning savollari yo'qmi? Voy bor ekan, savol. Yo'q, ana farzandlar bilan dedingiz-ku, mana 3 ta farzandim bor-da. Men bir 2 ta o'g'lim, masalan, men jasuram, kichkinaman, nima og'zidan chiqsa, o'sha narsani обязательно qildiradi-da. Agar qilmasa, u bizga minus. Обязательно qilib beramiz-da, majbur-da. Xohlagan narsasini oldiradi, xohlagan narsasini qildiradi. Nima xayoliga kelsa, o'sha narsani amalda bajaradi-da. Lekin mana shu qizim endi kattaroq bo'lyapti-ku, 10 yosh bo'ladimi? 10 yosh bo'ladi, lekin qanaqadir qo'rqadi. Anda magazinga olib kirdik, mana kichkina aytaman, biza olib bermasak ham o'zi oladigan narsasini tanlab chiqadi-da. Baribir обязательно o'shani adam olib beradi deydi. Kichkina qizim bilan bordik, endi bolalarim borman. Adasini bordi, nima ol desa, hech narsani olib bera olmadi-da. Qanaqadir cho'chish bor. Sizga o'xshab. Yo'q, olmaydi-da, qo'rqadi. Qo'rqib cho'chib turadi-da. Og'iz kelsa hamchi, men mana shuni olib bering deb aytolmaydi. Nimadan shu? Nimadan shu demoqchimisiz? Yo'q, men o'zim bunaqa qilganimdan. Sizda qanaqa fikr bo'ladi mana shu bolalaringizga qaraganingizda qanaqa fikr bor? Mana kattasiga O'zinikini qaragan. aytolmaydi-da. Kattasiga qaraganda qanaqa fikringiz bor? Mana fikrlaringizni ayting, emotsiyalaringizni, his-tuyg'ungizni ayting. Bittadan aytib chiqing. Kattasiga nisbatan. Yo'q, aytganimni bittada qiladi. Yo'q. Qanaqa emotsiya bor? Unlar yo'q aslida, ularga nisbatan deyapman. Qanaqa fikr, emotsiya, his-tuyg'u bor? Anda masalan, Yo'q, bular o'zlari aytsinlar. Tasavvur qilolmayapti-da. O'zingiz eplab ketadi, qonun to'ldirib ketadi degan. Siz Madiga qaraganingizda qanaqa o'tadi? His qilib ko'ring bolangizga. Mana bolangiz turibdi, mana o'tiribdi. Qarang bolangizga. Nima o'tyapti bolangizda? Qanaqa fikr, his-tuyg'u o'tyapti sizda? Bolangiz ko'rganda nima ko'ryapsiz? Cho'chish bor sizda. Nimaga aytib bera olmaydi-da. Aytib bera olmaydi. Aha, shunaqa degan narsa bor. Yana nima aytib bera olmaydi. O'zi nima deydi? Aniq qaror qabul qila olmaydi. Ya'ni kichkina bo'lsa ham o'zini xayoliga kelgan narsani aytadi, lekin u aytmaydi. Aha, ana молодец. Yana uchinchisiga qanaqa fikr, his-tuyg'ularingiz bor? O'shalaringizni aks ettiradi bola. Bola shuni явно aks ettiradi. Men oldin o'g'lim qarab turganimda ikki olib kelardi-da, bu xola. Bu o'qishlari juda ham past edi. Endi yoshligida-da o'shardi. Jazolardan hech nima olib bergim kelmas edi. Sen 5 ga o'qisang kim olib beraman derdim. U 2 o'rardi. Keyin bekitishni boshlagan bir marta. Kundalilar bo'lardi-yu oldinlar. Kundalilarni ko'rardim. Nervni siqilardi. 2lar to'xtamasdi, ko'payaverardi. 3 bo'lardi. Yana 2 bola. Endi 3-4 sinflarda men xohlardim bitta o'g'il zo'r bo'lishini. Qarab turganimda unga nisbatan shunaqa his-tuyg'u bo'lar ekan. Bu qolmaydi. Bu bo'lolmaydi. Hech nima eplolmaydi. Bu shunaqa degan narsa bo'lar. Og'irsin. Ikki bu просто baho-ku. Uni intilishini ko'rmas ekanman. Uni borib kelishini, ertalab turishini, yuvinishini, maktabga
kiyinib ketishlarini ko'rmas ekanman. Maktabda целый день o'qishini ko'rmas ekanman. Harakat qilishini ko'rma, tillab-pishib ketardi. O'qiyveradidek kedirdi. Uni sekin ikkini o'zgartirishni boshladim fikrimda. Da, o'g'lim ikkovati hozir bu vaqtinchalik. Men unga ishonaman, unga rivojlanishiga o'zi ishonaman, uni zo'r bo'lib ketishiga. O'g'lim sekin to'g'ri olishni boshlagan. Tushuntira oldimmi? Значит, ona judayam muhim. Ichki tuyg'ularni to'g'irlash judayam muhim. Chunki bola ona bilan nima bilan bog'langan bo'ladi? Kindiy bilan bog'langan bo'ladi. Energetik o'g'il farzand bilan ham qiz bilan. Biz ko'pincha o'g'il bolaga nimaga ko'p bog'lanamiz? Chunki o'g'il biz bilan yo'qoladi degan fikrda bog'lanamiz. O'g'il boqadi, yoki pul topadi degan fikrda qolamiz. Shuning uchun energetik o'g'il bilan ketganda obязательно mana bir xil ayol o'g'il bola ko'chaga chiqib ketdi, bo'ldi, boshqa har xil xayolga borishadi ayollar. O'lib qoldimikan, mashina urmadimikan yoki nima bo'ldi ekan degan narsa bo'ladi. Shunda ona uspokоиться qilib, xotirjamlikda, sevgida bolasini kutganda u boshqacha bo'lib keladi. Ishonchda bo'lgan bola. Shunda bola rivojlanadi. Shuning uchun bizdan ko'rib chiqmang, uchta farzandingizga fikringiz qanaqa, his-tuyg'ungiz qanaqa, qanaqa fikr yurgizyapsiz shu magazinga kirganda, qanaqa nima deb o'ylayapsiz, kattalaringizda qanaqa fikr, kichkinalaringizda qanaqa fikr. Bu juda ham muhim. Onalarda juda ham muhim. Farzand shunaqa timsolda keladiki sizga. Men nechta подростковый возрастda bolalar olib kelishadi-da. Подростковый возраст shunaqa возрастki, katta bo'lib katta emas, kichkina bo'lib kichkina emas. Ularda nima? O'tish periyodi. Katta ham bo'la olmaydi, kichkina ham bo'la olmaydi. Shunaqa paytda onalar olib kelishadi, farzandini eplasha olmayapti. Bolalar urushyapti, janjal qilyapti, nimadirlar qilib bola nimaligini anglaolmaydi. Chunki uni o'tish protsess, uni tushunish kerak, uni onalik tushunish kerak. Shunda bola bilan gaplashgandan keyin men sразу aytaman, onanglik kelsin deyman. Ona bilan ishlash kerak deyman-da. Yoki misol uchun o'g'lingizda bu, o'g'lingiz bilan ishlashingiz kerak deyman. Shuning uchun bolalar bilan обязательно ishlayotganda ona bilan ham qo'shib ishlash kerak. Bola bilan ishladik. Bola tushundi. Lekin uyga bordi, onam, "Men seni bilaman, umuman eplolmaysan, bo'ldi." Deydikmi, bo'ldi, yana bola o'sha nimaga kiryapti? Onani aurasiga kiryapti. Mana shunda onani aurasi turadi. Ichida bolalar bo'ladi. Uni aura ichida nima bor? Onani o'y fikri, his tuyg'usi, energetikasi, emotsiyasi, yuborayotgan so'zlari, gaplari hammasi ichida bo'ladi. Bola o'shanda katta bo'ladi. Chunki onani ishonchi baland bo'lsa, boshqalarga ko'rinmasa-chi? Masalan, meni o'g'lim ham kichik, kattasi. O'qituvchisi telefon qiladi-da. "Durdona, siz shuncha ayollarga motivatsiya berasiz, o'qitasiz, nega o'zingiz o'g'lingizga bera olmaysiz? Nega bu baland baho ololmaydi, 2-3 dan o'tmaydi? Tarbiyasi zo'r, faqat tarbiyasi uchun qo'yib beramiz" deydi. Lekin menga farqi yo'q, 2 oladimi, u 5 oladimi? Harakat qilmas ekanman ichimdan u a'lochi bo'lish uchun. Meni maqsadim u yaxshi maktabda o'qisin, atrofidagilar yaxshi bo'lsin, nimaga qiziqsa o'shanga borsin, o'shani qilsin. Kelajagidan xavf anaqa o'ylab ham o'tirmayman. Lekin harakat qilmayman o'zim uni 5 ga o'qishi uchun, yo o'tirib yozdirmayman, nimadirlarga qatnashtirmayman. Balki o'qituvchilar urishadi. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Yo'q. Ikkalasi ham emasmi? Bolada qanaqadir intilish bo'lishi kerak. Mana bu uchun gap anaqada emas, bahoda emas. Bola qanchalik o'ssa, aqli o'ssa, o'g'il bolaga aql juda ham muhim. Aqli o'ssa, ongi kengaysa bolada intilish bo'ladi. Intilish. Boshqa narsalarga intiladi, o'qituvchilarga qiziqmas u. Intilish bo'ladi. Darsni umuman qilmaydi, lekin mehnat bor, qiyin mehnat. Masalan, uyda daraxt kesalar, qo'yatam. Ana kitta bola hayotda qilmaydi. Borib lekin uyda o'tirishadi-da. Lekin pulchniroq, tozaroq ishlar qilsa qilishadi. U borib shu kirishadi. Masalan, yaqinda Qurbon hayiti bo'ldi-yu, qo'shnimizda bordi, u doktorda ham qassoblik qiladi. O'sha bunga borib gaplashib, qassobchilik qildi. Men aytmadim, aytmadi. Vaqtli turib, borib, 2 kun podrad qildi o'sha ishni. Yanachi kuylida o'tib boramiz. Yo'q, men ishim sizlar ketib turinglar, men shuni qo'ydim. Yana sassi, ani bolalarim kelsa, sassi men bor yo'qol desam, xursand. Ish ham bor. Qiziqishiga qo'yib berish kerakmi shunda? Qiziqishiga. Lekin o'qishi yomon qiladi. Umuman o'qimaydi. Lekin o'qish ham kerak deyaptilar nargiza ham. Endi qarang, ko'rib chiqing, siz qayerda xohlamayapsiz bolangiz o'qishini.
o'qisa nima bo'ladi? Bolangiz o'qib 5 baho olsa nima bo'ladi sizda? o'ylab ko'rmaganman. Da, o'shani ko'rib boqing. O'sha bloklaringizni olib tashlang. oxiri o'tdimki bu demak xushmas bu boshqa tarafdan o'zini ko'rsatdi. Значит, sizda qanaqadir bloklar borki, o'g'il bola 5 ga o'qimasa ham bo'ladi. Bola o'qimasa ham bo'ladi. Ishlab pul topsa bo'ldi, mehnat qilsa bo'ldi degan narsa bor. Siz ruxsat bering, bola mehnat ham qilsin. 5 bahoga ham o'qisin. Pul ham topsin. O'qituvchilar to'g'ri aytayotgan demak. Anaqa chunki mani ukalarim bor o'qimaganda ularda shunaqa sharoit bo'lgan чтобы yo o'qish kerak yo pul topish kerak yo pulga ketishganda keyin o'ylaganman demak shunaqa qilsa ham bo'larkan Siz ruxsat bering, bolangiz ingliz tilini ham bilsin, matematikalarni ham zo'r ishlasin, mehnat ham qilsin. Hamma narsani erkak kishiga 40 hunar ham oz. Bunda shunaqa siz ham ko'rib chiqing, qayerda o'g'lingiz 5 ga o'qishni xohlamayapsiz. Agar 5 ga Mani urib o'qisa, o'qitishgan, qo'limga urib, chiroyli yoz, chiroyli o'qi. Mana shular bor. esladim. Men 5 ga o'qiganman. Faqat 5 ga o'qiganim uchun bu meni rosa qiynab yuborganda. Men mana shu psixologiyani o'rganishni boshlagandan keyin marhaba bo'lgancha отличница bo'lgan. 3-sinfda o'zbek bog'chasidan borib, rus maktabida отличница bo'lganda, mana taxtalarga e'lon qilib osishgan. Yana kichkina bo'lardi, sinfidagi bo'yi balandlarning orasida turg'izib qo'yishganda. Keyin men o'zimga o'sha ishlashni boshlaganimda bu qiymati hech narsaga tengmasligini borib, menga nima birga o'qisa ham roziman deb o'rganman. O'sha paytda shunaqa deganman rostdan. Bu hech narsani hal qilmas ekan deb shuna qo'yib yuborganman. Bolalarim 2 olishiga ham rozi bo'lib, yomon deyishligiga ham rozi bo'lib, umuman 5 ga harakat qilmasin deb o'zim shunaqa deganman. Bu o'zi bilan ishlashga kelib bugun oldingizga. ayolda настолько xotirjamlik bo'lishi kerak, ichki xotirjamlik. Chunki farzand emilashdan boshlanadi, yuradi, yiqiladi, qoqiladi, yer yalab ko'radi, devor yalab ko'radi. Hamma narsa qiziq, rozetkaga tegib ko'radi, to'g'rimi? Hamma narsa qiziq. U hayotda nima qiladi? Ochilish bo'ladi, ya'ni qiziqadi. Nima qilishini tushunish kerak uning uchun. Bola 2 ham olib ko'rish kerak, qo'y ham so'yib ko'rish kerak, mehnat ham qilib ko'rish kerak, 5 ham olib ko'rish kerak. Bizni onalar bu yo'ldan o'tganda faqat поддержка berishimiz kerak, bolaga motivatsiya berishimiz kerak, uni rivojlantirish uchun, uni o'sishi uchun, da bolam bu bunaqa, da qilib ko'r mayli deb. Mani o'g'lim oldin ro'zada Ramazon yetib kelardi. So'mda turardik, 5 etajga chiqib kelardi. Ochmasdi eshiklarni. Pul olib kelardi, qanaqadir pul. Keyin shunaqa paytlar bo'lgan, o'rislar haydab yuborgan paytlar ham bo'lgan. Eshikni ochmasdan, eshik ochib, yopib chiqib yurgan paytlar bo'lgan. Shunaqa paytda men to'xtatmaganman uni. Kiyimlari kir bo'lib kelar. Shunaqa uyalib ketdim, shunaqa qilsa rostdan. Keyin aytganman-da, mayli qilib qo'y. Qanaqadir vaqtdan keyin u qilmay ketgan. Mana hozir shunaqa darajaga yetdi, o'sha boshqacha unga qiziqishlar, mana qiziqishi boshqa. 5 yoshli bolaning qiziqishi boshqacha bo'ladi. 20 yoshlilarda o'zi o'qishga kirish, o'qish. 25 yoshlilarda o'zi uylanish o'g'il bo'ladi. 40 yoshlilarda o'zi bo'ldi. To'ylar, nevaralar o'zi boshlanadi. 80 yoshlilarda o'zi hajga borish, umra, hamma yoshi o'zini qiziqishlari bo'ladi. O'zini anaqalari bo'ladi. Shuning uchun beringlar o'sha yoshli bolalarga ham, kichkina bolalarga ham. Magazinga kirdim, baravariga olib bering, xohlagan narsasini, misol uchun, qurbingiz yetgancha. Agar qurbingiz unga to'g'ri tushuntirish kerak, bolam hozirchi mana shunga yetyapti pulimiz. Lekin albatta sen duo qilsang, sen niyat qilsang, yozib qo'y shularni. Men sen albatta olib beraman желаниялаringni. Adang, misol uchun, uni tushuntirishimiz kerak, biz aytsalar. Yoki misol uchun bola nimadir talab qilyapti. Значит, siz o'shani olib bergisi kelmayotgan bo'ladi. Ichingizdan qilib bergisi keladi. U urib bo'lsa ham olgisi kelayotgan bo'ladi. Shuning uchun ko'rib chiqing, qayerda siz bolangizni Urib bo'lsa ham oldiradi, adam puli bor, ishonadi. Yo'q, kichkinam olib ber. Endi bular hech narsa yo'q demaylar, bolani og'zidan chiqqan narsa olib berishga o'rganganlar-da bular. Hech qachon pulim yo'q, olib bermayman, ertaga olib beraman demaganlar. Masalan, uxlayotgan joylarida ham turg'izadi-da, "Ata, mana bunaqa yegim kelyapti" desa, kechqurun 10 bo'ladi, 11 bo'ladi, magazinga chiqazib olib keltiradi-da. Odat bor-da. Lekin qizimga ol deb tursang ham o'zi qaror qabul qila olmaydi-da. O'shanisi bir odam cho'chiydi-da. Men o'zingni ichingda xohlayotgan narsani etmaysan deyman-da. Yo'q demaydi bular. Обязательно olib beradi, lekin etolmaydi-da. Keyin bularni ham jahllari chiqib ketadi. Nima ichingda xohlayotgan narsa etmaysan, mana ukalaring etyapti-ku deydi-da. Yo'q deb turadi. Olib bering desa ham yo'q, bilmadim deydi. Olib bermay desa ham bilmadim deb turadi. Na yo'q, na ha demaydi. Keyin sizda bunaqa narsa ko'ryapman-da. Mana farzandlar 3 ta,
yoki to'rtta. Manda to'rtta farzandim bor. Birinchisi birda turishi kerak, ikkinchisi ikkida turishi kerak, обязательно uchinchisi uchda turishi kerak, to'rtinchisi to'rtta, beshta shunaqa turishi kerak, joyida. Qachon birinchi o'ringa farzandlar chiqadi? 1 yoshgacha chaqaloqlar. Keyin hammasini joyiga qo'yish kerak. Hammasini. Endi qarang, agar joyma-joy o'zgarib qoladigan bo'lsa, keyinchalik детский travma bo'ladi bolalarda. Детский travma degani bu qanaqadir ichkilaridan psixologlar, hozir ko'pchilik psixologlar детский travmalar bilan ishlashingiz kerak deyapti. Birinchisi shu joyda akang bu, opang bu. Ikkinchisi ikkinchi joyda turishi kerak, обязательно. Uchinchisi uchinchi joyda turishi kerak, to'rtinchisi to'rtinchi joyda. Bu qo'ysasan bilsangiz sizga nima kerak hozir? Senga mana bu narsalar kerakmi senga? Agar muhim bo'lsa olamiz hozir. Agar muhim bo'lmasa keyingi oy olamiz. Ikkinchisidan bizasan sengachi. Kichkinasiga bizasan bu akang, обязательно unga salom berishing kerak. Unga обязательно ertalab xayrli tong tilashing kerak, salom berib kutib olishing kerak. Bu akang. Bu ukang deb обязательно bolani joyiga qo'y. Agar biz bolani uchinchisini birinchi o'ringa qo'ydik, birinchisi oxirida turibdi. Shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, biz bolada o'sish bo'lmaydi. Eng oxiri sizlarni qiynayveradi kattasi, injuvlanveradi. U o'zini joyida turishi kerak. Bu farzand tarbiyasi katta tema, buni qanaqadir bitta kesinglar uni boshqa temada. Chunki hozir ochsam buni u anaqalarni pastishlar, obunachilaringlar juda ham katta savol bilan berib tashlashadi. Shuning uchun buni hozir men ochmayman. Biz boshdan hali kelishgandek ayollik energiyalar bilan kelishdik. Shuning uchun просто hozir ko'rdim shu narsani sizda-da. Bu yomon demoqchi emasman. Bu o'zingizga, sizga kerak bu narsa. Menga emas, bularga emas, sizga kerak bu narsa. Hozir bu boshlanishi. Katta bo'lgandan keyin buni joyiga qo'yishingiz uchun sizda katta sabr, katta kuch kerak bo'ladi. Hozir qo'yib olsangiz sizda osonroq bo'ladi. Mana misol uchun menda ham 3 ta qiz, bitta o'g'lim bor. 2 ta qizimni uzatib yuborganman. Bu degani bitta qiz, bitta o'g'lim bor hozir yonimda. Demoqchi emasman, ularni men полностью oilam bo'ldi deb o'g'lim birinchi o'ringa qo'yib oldim. Yo'q, bizda opam bor. Har doim katta qizim joyida turadi. Tug'ilgan kuni bo'ladi, uni bolalarim bo'ladi, u joyida. Ikkinchisi joyida. Opani borishimiz kerak, tabriklashimiz kerak. Uchinchisi joyida, o'g'lim joyida turadi. O'g'limga har doim opang, bundan xabar olishing kerak, san bizatsizmi? Ularga ham aytamanki, o'g'lim kelidan xabar olishligi kerak, поддержка qilishligi kerak. Bu yer o'qishga kiryapti u. Repetitorga boryapti. Shuning uchun hamma farzand joyida turishi kerak. Bo'lmasa konflikt bo'lib ketadi. Zavis boshlanib ketadi, bir-biri bilan sansirashlar boshlanib ketadi. Shuning uchun joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Men ham buni o'rganganman. Mana shu sohaga kelib, o'qib, hamma bolalarimda menda ham birinchi o'rinda o'g'lim bo'lgan qanaqadir paytda. O'g'lim birinchi o'ringa turib, 3 ta qiz bola, o'g'il bolaga qarashardi. Kechgacha bolaga o'g'lim bog'chaga olib borishardi, olib kelishardi, kiyimiga qarashardi, ko'chada aylantirishardi kechgacha. Buni bilan bilganimdan keyin men hammasini joy-joyiga qo'ydim. O'g'lim hozir joyida. Masalan, erka emas, gaplarimizga kirmaydi, unaqa narsalari yo'q. Hozir mana o'zingiz ham bilasiz, Ismoilni vaqti kelganda pul ham topadi, ishlaydi ham, vaqti kelganda o'qiydi ham, hammasi joy-joyida. Shuning uchun siz albatta sizni ko'rib chiqishingiz kerak farzand. Bu birinchi tarbiyaniga birinchi qadam hisoblanadi. Birinchi qadam. Shuning uchun albatta bolalarni joy-joyiga qo'yishimiz shart. Ota-ona o'zini joyida turishi kerak, ayol, erkak o'zini joyida turishi kerak. Albatta sizni chegarangizdan o'tish kerak emas ular. Vaqti kelganda taqalatib kirish kerak spalniyaga, vaqti kelganda ruxsat so'rash kerak sizlardan. Misol uchun, mumkinmi sizlar bilan gaplashsam, o'zimni fikrlarimni aytsam. Bu отдельный tema dedim-ku, bu katta tema. Nargiza sekin biza borib ishlarimizni qilib qo'yaylik. Ancha ishlashimiz kerak. Hali o'sha farzandlar millionta narsa bor ekan, hozir eshitasiz. Bu juda ham katta tema. Bir soatdan oshib ketdi bu. Farzand tarbiyasi bilan, farzand bilan 7 yil o'qiganman. 7 yil kurslarda o'qiganman. Mana yaqinda ham o'qib chiqdim. Farzand tarbiyasi bilan juda ham katta tema bu, juda ham katta muammo. Siz nima bersangiz, qaraganda o'shani olasiz. Farzandlaringiz ham ko'z oldimizda o'sishgan. Nima bersangiz, shuning uchun qaraganingizda nimadir bermayaptimi farzand? Ayblamang farzand. Siz bera olmagansiz o'shani. Shuning uchun buni yozmay qo'yaveringlar. Demak, farzand temasi bo'yicha yana keyingi yil alohida o'tamiz. Chunki aytib berganlar-da, Madinani ham
bo'yi past bo'lgan o'zi bilan ishlaganimdan keyin o'zim bilan ishlaganimdan keyin u model bo'lib ishlashni boshlagan. Bu qattiq bo'yi o'sgan, bo'yi o'sib ketgan. Mana shu Madina. Hammasi bilan demayman, Nargiz ham ishlagan ekanlar. Biz faqat natijani ko'rib, Nargiz ham hamma narsani biladilar deb kelaverar ekanmiz-da. Qancha Yo'q, hali ham ishlayotganlar. ishlayapman. Mana yaqinda farzand tarbiyasida kurs sotib oldim. Bir oy o'qidim. Elena degan to'g'risida yaqinda tugatdim. Onlayn o'qidim. Chunki o'g'il bola hozir energiya beradigan paytimda ozginadan keyin уже o'g'il bola kerak emas energiya. Uylangandan keyin bo'ldi уже, ketadi. Xohlasa chet elga ketadi, xohlasa Toshkentda yashaydi, xohlasa отдельно yashaydi. Ayoli beradi уже. Men bersam 4 yil, 5 yil beraman. 16ga chiqamiz hozir. Shuning uchun o'g'limni qanaqa kutib olishni o'rganyapman, qanaqa kuzatishni o'rganyapman hozir. Ana uni Qanaqa uyg'otishni o'rgatdi bizlarni, qanaqa kirni yuvishni o'rgatdi. uyg'otishi, o'zingiz solani kir mashina ana qo'shib o'zi Qanaqa unga ovqat tayyorlashi, qanaqa muomala qilishi, hammasi, qanaqa o'y fikrda qaramasangiz ham, gaplashmasangiz ham yonma-yon o'tirganda nima berishlarni o'rgatdi. To'g'ri, o'ta tema ekan bu. Qiz bolaga отдельно, o'g'il bolaga отдельно. Chunki o'g'il bola, qiz bola ichingizga kirib ketar ekan. O'g'il bola orqada yurar ekan. Shuning uchun ham bir xil ayol o'g'il bola energiya olmagan-ku, ko'chaga chiqib qizlar bilan yurar ekan, yopishar ekan. Ona quchoqlamagandek. Yozmayapsizlarmi buni? Hech qilib yozmanglar buni. Hay, biz yaxshi gapiryapmiz. Rostdan ko'payib ketdi. Keyingi safar farzandlar haqida alohida aytib berasizlar. Конечно. Komment esidan chiqmas. Xayrlashib olaylik. Nargiz opa xayrlashdi. Men xayrlashib olay endi. Rahmat sizlarga, hammangizga, uchalaringizga. Juda ham yaxshi suhbat bo'ldi. Uyimga kelganingizga rahmat, tashakkur bildiraman. Sizlarni ham hammangizga, har biringizga o'sish, rivojlanish, oilangizda rivojlanish, energiya berishi Durdona sizda. Bundan ham yutuqliga erishishingizni xohlayman. Sog' bo'linglar, har biringlar sevib qolaman.